Assalomu alaykum. Menda bitta sxema bor. Bu sxema orqali istalgan O'zbekistondagi harakati bor odam 0 dan 24 oy ichida $5000 gacha daromadga chiqishi mumkin. Sizga bu narsa hozir katta va'dada eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu videoni agar oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men sizga buni qadamma-qadam tushuntirib beraman. Nega bu narsani men sizga ishonch bilan aytyapman? Sababi aynan mana shu yo'ldan men o'zim o'tganman. Keyin 0 dan boshlagan holatda 2 yil ichida stabil $5000 daromadga chiqqanman. Aynan bu $5000 daromadga chiqqanimcha 0 dan boshlaganman. Hech qanaqa menda tajriba bo'lmagan, tanish bilish bo'lmagan yoki qanaqadir boshlanish kapital bo'lmagan. Mutlaqo 0 dan boshlagan. Undan keyin 3 yil o'tib, sohaga kirganimga hozir men o'zi 3,5 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan so'ng $10,000 plus stabil oylik daromadga chiqqanman va bu narsaga qanaqa yo'l bilan kirib keldim? Hozir men sizga bu narsani tushuntirib beraman. Hozirda meni asosiy qiladigan ishim yollanma rahbar sifatida bizneslarni proyekt sifatida olaman va ularga xizmat ko'rsataman va hozirda o'rtacha vaqtga qarab 2 dan 3 tagacha proyekt bilan ishlayman va mana shu narsa bilan ishlash orqali hozirgi daromadimga chiqqanman. Va undan tashqari bu tizim yana nimaga men ishlashiga ishonaman? Sababi 2 yildan beri o'zimni qo'l ostimdagi xodimlar va shogirdlar chiqarish boshlaganman va hozirgacha 300 dan oshiq qo'limda ishlagan va shogird sifatida mendan narsa o'rgangan insonlar bor va ular hozirda $500 dan $3000 gacha va ba'zilari $5000 gacha daromadga chiqishgan va bu ko'rsatkich yildan yilga o'sib boryapti. Aynan mana shu sxema ularda ishlaganligi uchun endi men bu narsani ko'proq odamga o'rgatmoqchiman. Sababi agar bitta ikkita odamda natija bo'lgan bo'lsa, bu tasodif bo'lishi mumkin edi. Lekin 300 tadan oshiqroq odamda natija bo'lyaptimi? Demak, bu yerda qanaqadir tizim ishlayapti. Aynan mana shu tizimni men o'zim qanaqa ko'rdim va nima ketma-ketlikda bu tizim ishlashiniga ishonch hosil qildim. Shu narsani mana shu darsda men sizga to'liq ochib beraman. Shu joydan boshlab videoni diqqat bilan ko'ring. Sizda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Buning uchun menda nimadir bo'lish kerakmi? Yo'q. Aynan sizda bu narsani qilishingiz uchun hattoki sizga diplom ham shart emas. Men o'zim ham diplomim bor, lekin bu tortmada yotibdi. Shunchaki uyimda 2-3 yildan beri. Undan tashqari sizga til bilishingiz ham shart emas. Bu narsani qilishingiz uchun tanish bilish bo'lish shart emas va undan tashqari boshlanish kapitalisiz ham bu narsaga chiqsangiz bo'ladi. Men shu narsani hozir sizga tushuntirib beraman. Xo'p, mana shu darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men o'zim faqatgina yopiq communityimda beradigan shaxsiy instrumentim bor. Mana shu narsani sizga bermoqchiman. Bu aniqdan aniqlash testi bo'ladi. Bu bonusni olishni men oxirida tushuntirib beraman sizga va oxirida qanaqa olishni aytib o'taman. Bu bonusni o'zi siz nimalar olasiz? Ya'ni o'zingizni hozirgi holatingizni, ichki va tashqi holatingizni 10 ta kriteriya bo'yicha baholaysiz. 10 ta kriteriya bo'yicha 81 ta psixologik savollar va bu psixologik savollarni yechganingizdan keyin sizni to'liq bu sistema AI yordamida ishlaydi, sizni baholab beradi va o'shandan kelib chiqib sizga individual yechimlar ham beradi. Aynan mana shu bonusni men sizga beraman, shu testni, aniqdan aniqlash testini. Buni videoning oxirida qanaqa olishni tushuntirib o'taman. Bu instrument sizga hozir qayerda turibman va qayerga borishim kerak degan savolga aniq javob beradi. Faqat bu ushbu darsni oxirigacha ko'rganlar uchungina beriladi. Katta ehtimol bilan sizga ham mana shu holat tanish bo'lsa kerak. Ya'ni ko'p podkastlar ko'rasiz, kursdan kursga o'qiysiz, undan tashqari ko'p narsalarni o'zingizda sinab ko'rasiz, lekin natija ko'p holatda 0 ga teng bo'ladi. Bir necha yillardan beri harakat qilib yurgan bo'lsangiz ham. Undan tashqari yo'l tanlay olmayapsiz. Ya'ni universitet bo'yicha ketaymi yoki hozir universitetga kirmoqchidirsiz yoki universitetda o'qimoqchidirsiz. Shu yo'nalish bo'yicha o'zi ketaymi yoki yo'qmi, yokida chetga ketaymi, ishlashga yoki o'qishga. Nima qilsam zamonaviy kasblar o'rganaymi? Nima qilsam o'zi natija bo'ladi degan holatda juda ham ko'pchilikda yo'l ko'rishda muammo bo'ladi. Balki sizga ham mana shu muammolar tanishdir. Va undan tashqari eng yomoni, balki bu yo'l menga emasdir yoki hamma muammo mendadir deb o'ylash. Aynan mana shu fikr eng xato fikr hisoblanadi yoki eng xavfli fikr hisoblanadi. Sababi juda ham ko'pchilik mana shunaqa qiyin paytda o'zini ayblashni boshlaydi va noto'g'ri qarorlar qabul qilishni boshlaydi. Mana shu joyda hozir siz to'xtashingiz kerak bo'ladi va bu narsadan o'zingizni ayblashni to'xtating, chunki ayb sizda emas. Ayb shunchaki siz qanaqa yo'l ketma-ketlik bo'yicha yurishim kerak o'zi, nimadan keyin nima qilish kerak? Mana shu narsani bilmaganligingiz uchun ham hozirgi holatingizda qanaqadir daromadda yoki o'zingizga xohlamayotgan hayotda yashashda qotib qolgansiz. Bu narsani yo'lni men sizga hozir to'liq ochib beraman. Men o'zimda ham chunki aynan mana shunaqa davrda 3-4 yil yashaganman, ya'ni yo'l ko'rmasdan. Shu yo'ldan qanaqa chiqdim, men sizga buni tushuntirib beraman. Bitta narsani aniq bilib oling. Muammo sizda emas, muammo shunchaki sizda xarita yo'qligida. Bu video aynan sizga ushbu yo'l xaritasi vazifasini bajarib beradi. Ushbu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu 4 ta narsani siz aniq bila olasiz. Buni birinchisi O'zbekistondagi eng ko'p tarqalgan ikkita klassik ssenariy, ya'ni hayotni yashab o'tishning ikkita klassik yo'li va bu ikkita yo'l nega xatoligini va uchinchi yo'l nimadan iborat o'zi. Mana shu narsani tushuna olasiz. Undan tashqari
to'rtta zinali daromad xaritasi, ya'ni 0 dan 5000 dollargacha raqamlarda va muddatlarda va nima qilish kerakligini men sizga tushuntirib beraman. Uchinchi asosiy oladigan narsangiz O'zbekistondagi eng asosiy top mutaxassis yoki biznes boshlamoqchimisiz. Buning uchun sizga kerak bo'ladigan top 3 ko'nikma va siz qaysi birini o'rganishdan hozirdan boshlashingiz kerak. Mana shu narsani men sizga tushuntirib beraman. Sababi aynan shu narsani bilmaslik juda ham ko'pchilikni yillar davomida har xil narsani sinab ko'rishiga sabab bo'ladi. Bu yo'lni aniq qaysi biri to'g'riligini men sizga tushuntirib beraman. Va to'rtinchisi, 500 dan ortiq biznesmenlar bilan razbor qilish natijasida chiqargan xulosam bor. Bu yerda ya'ni 20-30 ming dollar oyiga aylanma qiladigandan va 10 million dollargacha aylanma qiladigan biznesmenlar bilan gaplashib, O'zbekistonda tushungan narsam, ya'ni 90-95% bizneslarga hozir o'zi nima kerak? Mana shu narsani men sizga to'liq ochib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aynan mana shu 4 ta narsani to'liq o'rganib, bilib olasiz va bugundan harakatni boshlash uchun aniq instrumentlarga ega bo'lasiz. Demak, agar bu mavzu qiziq bo'lsa, videoni dalshi ko'rishga davom etamiz. Balki meni birinchi marta ko'rib turgansiz, shuning uchun men sizga o'zimni qisqacha tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Ismim Ulug'bek, familiyam Mirzoqobilov. Mana shu sohada, ya'ni sotuv, zapsk va boshqaruv sohasida 3,5 yildan beri borman. 3,5 yildan beri aynan mana shu narsa bilan shug'ullanaman. Hozirgacha o'sha 3,5 yil davomida chiqqan daromadim 10 ming plus, ya'ni bu men sizga o'ylayman social proof sifatida ishlab beradi. Ya'ni shu yo'ldan yurib mana shunaqa daromadga chiqqan odam sifatida. Undan tashqari, hozirgi paytda 2-3 ta loyihada yollanma rahbar sifatida ishlayman va 20 mingdan 30 ming dollargacha bo'lgan o'zimni xizmatlarimni sotganman tadbirkorlarga va 6 mingdan oshiqroq mijozlar bilan suhbatlarni amalga oshirganman. Aynan sotuvchilik paytimda arzon cheklar, qimmat cheklarni va 10+ loyihada shaxsan o'zim ishlaganman va ularning savdosini 19.6% dan 200% gacha o'stirib berganman va undan tashqari 60+ loyihada, ya'ni aynan o'sha performance va sotuv bo'limi qurish qismida men project manager sifatida, ya'ni o'sha o'tda ishlayotgan, ya'ni qo'li bilan qilayotgan odamlarni natijalarini baholab turuvchi sifatida qatnashganman va o'sha shogirdlarni tayyorlaganman. Aynan mana shundan kelib chiqqan barcha tajribalarimni bugun men sizga ochib bo'lishib beraman. Nima uchun mana ishingiz kerakligiga bir nechta faktlarni keltirdim. Video davomida yana bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Men o'zim videoni boshida aytdim, 0 dan boshlaganman deb. Aynan qanaqa yo'nalish bo'yicha men o'zim o'sganman. Birinchi ishim boshi sotuvchilikdan boshlangan. Undan keyin sotuv bo'limi rahbari bo'lganman. Undan keyin o'sha proyektda prodyuser bo'lishni boshlaganman. Ya'ni sotuv, marketing, jamoa hamma qismiga javob berish bo'yicha va undan keyin SEO lavozimiga ko'tarilganman. O'sha proyektda qo'shimcha qo'limda xodimlar olib, o'shani o'stirish uchun SEO lavozimiga ko'tarilib va hozirda bizneslarda yollanma SEO sifatida men o'zim ishlab boraman. Aynan o'sha mutaxassis bosib o'tishi mumkin bo'lgan hamma yo'lni o'zim hozirgacha bosib o'tganman. Shuning uchun o'ylayman, bu shunchaki nazariy qanaqadir men sizga narsani tushuntirib beraman. Aynan o'zim boshimdan, tanamda his qilib ko'rib, bosib o'tgan yo'limni hozir men sizga tushuntirib beraman. Demak, birinchi mavzumiz bu O'zbekistondagi ikkita klassik yo'l. Birinchisi bu maktabdan stabil ishgacha bo'lgan yo'l. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni birinchi shu maktabda o'qiysiz, undan keyin repeterga borasiz, ota-onangiz sizga pul to'laydi, ba'zilarga oxirgi pullarni to'laydi, repeterga borasiz, 2 yildan 3 yilgacha repeter tayyorlanasiz va undan keyin universitetga kirasiz. Universitetga kirganingizdan keyin O'zbekistonga chetga kirishingiz mumkin. 4 yil davomida, kimdir magistr bilan qo'shib 6 yil davomida o'qiysiz va shundan keyin qanaqadir 6 milliondan 10 milliongacha, uzog'i 15 milliongacha bo'lgan qaysidir ishga joylashasiz. Aynan mana shu yo'l menimcha ko'pchilik bilsa kerak va men o'zim ham 6 yil davomida aynan mana shu yo'ldan o'tgan odam sifatida sizga bu narsani tushuntirib bermoqchiman. Bu yo'lda o'zi qanaqa plus minuslari bor. Birinchi plusi nimalardan iborat? Siz oilangiz oldida bo'lasiz, vatanda bo'lasiz, ota-onangiz xotirjam, ya'ni siz to'g'ri bola yoki yaxshi bola rolidasiz. Maktabda o'qidingiz, bitirib bordingiz, universitetga kirdingiz va undan keyin siz hozir qanaqadir ishda ishlayapsiz, universitetda bitirib, to'g'rimi? Lekin bu narsani nima minuslari bor o'zi sizga desa, men ko'rgan, juda ham ko'p universitetni bitirgan odamlarda ko'rayotgan narsa, doimiy pul yetishmaslik, ya'ni oylikdan oylikka yashaydi va pul yetmaydi doimiy ravishda. Keyingisi to'y qiladi, qarzga qiladi, mashina oladi, kreditga oladi, uy olsa ipotekaga oladi. Mana shunaqa hayot tarzi, lekin tashqaridan qaraganda xuddi hamma narsa yaxshidek bir tekis ketayotgandek ko'rinadi. Va yana uchinchi minusi, eng yaxshi natija ham o'rtacha hayot, ya'ni qanaqadir faqatgina birlamchi, ikkilamchi ehtiyojlaringizgina yopiladi, o'sha uy, mashina, oziq-ovqat, kiyim-kechak, lekin qanaqadir chetga sayohat yoki bemalol yashash, mana bunaqa narsalar uchun juda ham ko'pchiligida imkoniyat bo'lmaydi. Ko'pchiligi o'sha aytganimizdek oylikdan oylikkacha yashaydi. Ya'ni bu birinchi O'zbekistonda klassik yo'l va uni plus va minuslarini men sizga tushuntirib beraman. Xo'p, men o'zim ham bu yo'ldan 6 yil davomida yurganman, ya'ni nimalar qilganman, mana shu narsani tushuntirib beraman. O'zim Surxondaryodanman va 2017-yilda maktabni bitirib Toshkentga kelganman va o'sha universitetga tayyorlanishni boshlaganman. Rejam o'zi oddiy edi, qanaqa edi? Shu hozir repeter tayyorlanaman, 2 yil vaqtim bor va undan keyin universitetga topshiraman, universitetda o'qib chiqaman-da, dorixona ochaman
o'qiymanda o'sha dorixonada keyin qanaqadir stabil daromad qilishni boshlayman. Men shu narsani o'ylaganman va shu yo'l bo'yicha ketishni boshlaganman. Men 2019-yil universitetga kirganman. 2020-yilda aptekada ishlashni boshlaganman o'sha karantin paytida va oyligim u payt 1.200.000 so'm edi. Tasavvur qilasizmi? 1.200.000 so'm oylikka ishlaganman. Bitta o'zim Toshkentda yashardim, ota-onam chetda bo'lgan. Men shunaqa holatda ketganman va o'sha payt o'ylaganman. Bir necha oy ishlaganimdan keyin oyligim o'smagan. O'sha dorixona rahbari 2,5-3 million so'm oylik olardi. 2-2,5 yilda ishlab. Shumi hayot. Ya'ni qanaqa qilib turib men o'zim orzularimga erishishim mumkin bu yo'l orqali deganman va menda qo'rqish boshlangan. Ya'ni men nimadir qilishim kerak, shu bunaqa hayotda qolib ketmaslik uchun. Menga o'sha boshida aytib o'tganimdek dorixonada ishlayman, keyin o'zim dorixona ochaman, keyin tipa stabil yaxshi hayot bo'ladi degan ssenariy bu menga to'g'ri kelmasligini tushunganman. O'zi ko'pchilik mana shu universitetda ishlayotgan paytda o'zini yo'nalishi bo'yicha ishlab ko'rmaydi. Mana shu katta xato hisoblanadi. Men o'zim sizga maslahat berardim, agar qaysidir universitetda yoki o'qiyotgandirsiz, meni ko'rayotgansiz, o'sha o'z yo'nalishingiz bo'yicha ishlab ko'ring, bu sizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Shu yerda aniqlab olasiz. Masalan, men o'zimga ikkinchi kursligimda aniqlab olganman. Bo'ldi, bu yo'l meniki emas, men nimadir boshqa narsa qilishim kerak deganman va 20-yil oxirigacha dorixonada ishlab, dekabr oyida bo'shaganman va yanvar oyidan boshlab men 21-yil, ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. Xuddi hozir ingliz tilini o'rgansam, o'sha paytda ingliz tili IELTS juda ham trend bo'lgan paytlar edi. Xuddiki yangi eshiklar ochilib ketadi menga va nimadir zo'r bo'lib ketadi deb niyat qilganman. 1 yil davomida ingliz tilini o'rganganman, 1 yildan sal oshiqroq muddatda va bitu olganman, lekin hech narsa o'zgarmagan. Ya'ni ingliz tilini bilgan paytim bilan bilmagan paytimda deyarli o'zgarish bo'lmagan. Men kutgan natijalarga erishmagan va o'shandan keyin o'sha paytda menga uydagilarim mashina olib berishgan va o'sha bilan taksi qilishni boshlaganman. Universitetda o'qirdim va taksi qilardim va o'sha paytda har xil kurslarda ham o'qib ko'rganman. Ya'ni 3D Max degan kurs o'sha payt trendga chiqqan. 22-yil yozlarida mana shu narsani o'qib ko'rganman. O'xshamagan. Undan keyin targeting bo'yicha kurs bo'lgan, uni sotib olib ko'rganman, u ham o'xshamagan. Men shunaqa turib har xil narsalarni sinab ko'rganman. Ya'ni bu meni yo'limni doimiy topishda qiynalganman. Ya'ni kurs olaman, sotib olaman, ingliz tili ishlab ko'rdim, universitetga kirdim, nimadirlar qilib ko'raman, lekin kitob o'qib ko'raman, shaxsiy rivojlanish bo'yicha nimadirlar qilib ko'raman, lekin hech narsa o'xshamayapti. Ya'ni oxirida nima bilan qolaman? Na qo'limda qanaqadir hunar bor va na qanaqadir pulim bor qo'limda. Faqatgina o'zimga yetadigan narsani shunchaki Yandex qilganim orqali o'zim topib yuraman. Ya'ni odamlarni manziliga yetkazolman, lekin o'zimda qanaqadir yo'l xaritasi yo'q, tushunasizmi? Mana shunaqa holatda yashaganman. 17-yildan tasavvur qiling, 20 deyarli 3-yilgacha, ya'ni bu yerda 6 yil davomida harakat qilasiz, lekin hech qanaqa natija yo'q. Sizga ham menimcha bu tanish bo'lsa kerak. Ya'ni men o'zim 6 yil mana shu umrda yashab ko'rganman. Mana shu yo'l bo'yicha yashab ko'rganman. Demak, bu bizada birinchi yo'l edi. Endi men sizga ikkinchi ssenariy qanaqa bo'ladi? Mana shu narsani tushuntirib bermoqchiman. Ikkinchi ssenariy qanaqa? Bu viloyatdan bo'lganlar bo'lsa biladi, juda ham ko'pchilik Rossiyaga ishlashga ketadi. Meni juda ko'p qarindoshlarim, o'sha yerda mahalladagilar, даже ota-onam ham aynan mana shu yo'lda yashashgan. Ya'ni qanaqa? Bu musofirlik yo'li. Bu nima bo'ladi? Shunchaki maktab yoki kollejni bitiradi va chet elga ketiladi. Ya'ni chet elda qayerga ketiladi? Asosan Rossiya, Koreya, Turkiya yoki AQShga ketadi, kimdir Yevropaga, ko'proq bizda O'zbekiston tarqalgan Rossiyaga ketishadi. Buni plyusi nima bo'lishi mumkin sizga? Ya'ni plyusi faqatgina yaxshiroq pul topiladi. Ya'ni O'zbekistondan ko'ra ko'proq pul, 1,5 mingdan deylik, o'rtacha 3 ming dollargacha pul topasiz va shuni hisobiga O'zbekistondagi pul kichkinalik hisobiga qanaqadir ko'proq summa bo'lib ko'rinishi mumkin. Ularni minusi nima bo'lishi mumkin desa, minusi o'sha doim siz musofirlikda bo'lasiz, oilangizdan uzoqda bo'lasiz, asosan og'ir mehnat orqali bu 1,5 ming dollardan 3 ming dollargacha bo'lgan pul topiladi. Bunaqa men o'zim tanishlarim juda ham ko'p, sizda ham bo'lsa kerak, даже oila a'zolarim ham aynan mana shu narsadan o'tishgan va juda ham ko'p holatda farzand otasi o'sadi. Men masalan 5 yoshimdan keyin ota-onam bilan deyarli har 2-3 yilda yoki 1 yilda bir ko'rishganman. Tushunasizmi? Bunaqa men bilan birga xuddi shunaqa o'sganlar juda ham ko'p. Va undan tashqari ota-onangiz ham sizsiz bo'ladi. Ya'ni siz agar o'zingiz shu yo'lni tanlasangiz, sizni farzandingiz ham ota-onasiz holatda bo'ladi yoki siz farzandingiz holatda bo'lasiz. Xo'p, bu yo'lni tanlaganlarning asosiy o'zi plani qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu yo'l oxirini qanaqa ko'rishadi desa, taxminan 40-50 yoshgacha ishlayman. Shu ishlagan paytimda uylanaman, mashina olaman, bir deylik kimnidir chetga umraga yuborishim mumkin, uy quraman yoki uy sotib olaman, keyin qanaqadir ortgan pulga passivniy dohod uchun недвижимостlar qilib qo'yaman, ya'ni qanaqa uy nimadirlar sotib olib, kvartira sotib olib, o'shani arendaga berib qo'yaman-da. Men shu narsani qilib olsam 40-50 yoshimgacha, keyin 40-50 yoshimdan keyin men o'sha yerdan kelayotgan passiv daromad hisobiga yashayman
degan qarashi bo'ladi. Bu yo'l emas o'zi aslida, bu shunchaki umid, ya'ni mana shunaqa bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, chunki aynan mana shu yoshgacha kelib shu narsaga erisha olmagan odamlarni ham men juda ko'p ko'rganman, chunki yoshligimdan beri chet elga ketib yaxshi bu narsani qila olmaganlar ko'rganman, lekin ko'pchilikni plani taxminan shunaqa bo'ladi va ko'pchiligi umid qiladi, что manga o'xshamadi, hech bo'lmasa shu farzandimga o'xshasin deydida, farzandini o'qishiga boshqasiga pul tikib qiynalsa ham mana shu narsadan umid qilib yuradi, lekin juda ham ko'p farzandlarni ham ko'ryapmiz, aynan mana shu ota-onasining umidlarini ham amalga oshirisha olmayapti. Sababi ota-onani o'zini farzand tarbiyasida aralashuv yo'qligi hisobiga. Bu taxminan O'zbekistondagi pul topish bo'yicha ikkinchi yo'l edi. Menimcha siz bu yo'ldan yurayotganlar, yurganlar, o'tib bo'lganlarni tanisangiz kerak. Demak, birinchisi maktab, universitet, yaxshi ish, ikkinchi yo'li musofirlik, keyin qanaqadir o'tda qiynalib ishlash va oxirida yaxshi bo'lib ketadi degan umid bilan yashash ketma-ketligi. Ikkita yo'lni ham muammoligini asosiy sababi bu hammasi vaqtingizni teng pul tuzog'iga almashtirasiz. Ya'ni xuddiki vaqtingiz ketadi va shuni hisobiga pul keladi deb o'ylaysiz, lekin aslida bu unaqa ishlamaydi. Ya'ni siz faqat ishlayotgan yoki o'tkazayotgan soatlaringizni sotasiz yokida shuni almashishga harakat qilayotgandaysiz. Bu yerda shift katta emas, ya'ni shift deganimda juda katta daromadga chiqib ketmaysiz yoki nimadir bo'lib ketmaysiz. Bo'lishi mumkin, universitetda o'qigan holatda yaxshi ishlab ketganlar ham bormi-da, lekin o'zining sohasiga to'g'ri tushgan bo'lsa va bu statistika bo'yicha 5% gina tashkil qiladi. Tushunasizmi? Ya'ni 100 ta odamdan 5 tasigina yo'lini topib ketadi, qolgan 95 ta bola o'ziga to'g'ri kelmagan yo'nalishga kirgan bo'ladi. Masalan, men o'zimda ham aynan shu to'g'ri kelmagan yo'nalishga kirish orqali 6 yil umrimni sarflab o'rganman. Tushunayapsiz? Bunaqa odamlar 100 tadan 95% tashkil qiladi yokida shu umuman qancha odam bo'lsa shuni 95% ni tashkil qiladi. Endi bundan ko'ra yaxshiroq yo'l bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, bundan yaxshiroq yo'l bor. Aynan bu 3-yo'l. Hozir men sizga ushbu videoda mana shu 3-yo'l nima ekanligini va bu 3-yo'lda qanaqa turibman, o'zimni, ota-onam, qarindoshlarim birinchi yo'ldan yurdi, men ikkinchi yo'ldan yurdim va ikkalasi ham o'xshamadi. 3-yo'l nima orqali yaxshiroq, men shu narsani men sizga hozir tushuntirib beraman. 3-chi men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan yo'l nimadan iborat, hozir tushuntirib beraman. Qarang, birinchi navbatda oxirgi 9 yil ichida, ya'ni 2017-yildan boshlab O'zbekistonda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni bu yerda nimalar bo'ldi? Bizneslar ko'paydi, mahalliy va chet el kompaniyalar ko'proq kirib keldi, chunki ularga imkoniyatlar ham ko'payapti. Pul aylanishi bu natijasida oshdi. Ya'ni hozir O'zbekiston iqtisodiyoti oxirgi mana shu 9 yilda ancha, ya'ni deyarli 1 va 2 baravargacha o'sishni boshladi. Ya'ni davlatda pul ko'payapti. Pul ko'paygani natijasida kompaniyalar, bizneslar ko'paygani natijasida yangi lavozimlar paydo bo'lyapti. Bundan bir 10 yil oldin prodyuser, rob yokida tam CEO mana bunaqa kasblarni biz даже eshitmaganmiz ham yoki juda ham kam bo'lgan yoki faqatgina katta kompaniyalardagina bo'lgan. Hozirgi holatga kelib bu narsa normal holatga aylandi, ya'ni zamonaviy kasblar ko'paydi. Nimani hisobiga desa, o'sha pul va bizneslarning ko'paygani hisobiga. Keyingisi, hozirgi holatda men oxirgi O'zbekistondagi o'sha 3 yillik o'zim ishlagan va biznesmenlar bilan juda ko'p aytdim-ku, 500 dan oshiq biznesmen bilan ishlaganman. Shundan kelib chiqqan xulosam, diplom deyarli o'ldi desa ham bo'ladi. Ya'ni oldin diplom nima berardi sizga? Diplomingiz bo'lsa, siz ishga kirardingiz, sizga ishga kirish kafolatini berardi. Hozir holatda xususiy sektorlar, ya'ni частный sektorlar ko'paydi. U yerda diplom emas, ya'ni qog'oz emas, nimani qila olasan, menga nima foydang tegadi, menga qancha pul ishlab bera olasan degan narsani oldinga qo'yishyapti. Chunki ular hozir shunaqa raqobat qismida ketyaptiki, hozir ishga kirib, hozir natija beradigan odam kerak. U diplomi ikkinchi darajali holatga o'tdi. O'shaning uchun biznesda, biznesmenning oldiga borsangiz bitta savol bor. Siz unga pul olib kelasizmi yo'qmi? Agar pul olib kela oladigan ko'nikmangiz bo'lsa, bo'ldi, sizni ishga oladi va juda ko'p daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim bu 3-yo'lga qachon kirdim? 2023-yil fevralda bu sotuvga kirishdan boshlandi. Ya'ni aynan o'sha 4-kursda universitetda o'qiyotgan paytimda Superman kompaniyasiga ishga kirdim. Men kunduz kuni yoki o'sha imtihonlarga borib kelardim. Asosan o'sha amaliyot paytiga to'g'ri kelgan ishga kirganman. O'sha paytda men ham parallel o'qib, ham ishlashni boshladim bitiruv paytimda, bitiruv yillarimda. Ya'ni o'sha paytda nima qilardim? Kuniga 35-40 tacha mijoz bilan gaplashardim. 8 oy davomida 6000 dan oshiqroq odam bilan gaplashdim va buning natijasida odamlar o'zi qanoq qaror qabul qiladi, nimaga ha deydi, nimaga yo'q deydi. Men shu mexanizmlarni chuqur o'rganishni boshladim sotuvda va bu o'rgangan tizimlarim meni keyingi etaplarda zo'r o'sishimga juda katta yordam berdi. Birinchi ishga kirgan paytim bu 3-yo'lni tanlaganimdan keyin bo'ldi, men shu yo'nalish bo'yicha ketaman deganimdan keyin birinchi oylarning o'zida 5-6 million daromad qilishni boshladim. Ya'ni ishga kirgan zahotim 5-6 million daromad qilaman. Bu 20-yil aptekada topgan 1 million 200 ming so'mdan 5 barobar ko'proq pul. Ya'ni bu sohaga kiryapman. Menda hech qanaqa diplom yoki qayerda o'qiysam deb talab qilinmayapti. Shunchaki harakatim hisobiga shu summani topyapman va men birinchi oyda 6 million so'm oylik olganimdan keyin o'zimda ishonch paydo bo'lgan va
bu yerda maza qilganman men o'sha narsada, ya'ni mijozlar bilan gaplashib, demak meni yo'lim balki mana shudir deb harakat qilishni boshlaganman. Va eng asosiy qaror menda 2023-yil iyul oyida bo'lgan, ya'ni bu paytda men universitetdan diplom olganman. Diplom olganimdan keyin o'zim o'sha payt o'ylab yurardim, faqat mana shunaqa sotuvchi bo'laman. Bu paytda chunki men o'zim o'sishni ko'rardim, lekin daromadim u darajada ko'p emas edi. O'sha paytda diplom olganimdan keyin uydagilar endi men kontrakt to'lab bergan, 2 yil repetitorda o'qitgan, mana shuncha rasxod qilgan va men pul bilan isbotlab bera olmayotganligim uchun bo'ldi, bu endi ishlaring yig'ishtirdi, o'zing yo'nalishing bo'yicha ishlagin, birorta aptekaga yoki o'sha ishlab chiqarishga kirgan farmatsevtika bo'yicha deb aytishgan. Lekin men bu yerda ko'proq yo'l ko'rardim. O'sha paytda qaror qabul qilishga to'g'ri kelgan. Ya'ni bo'ldi, men farmatsevtika bo'yicha umuman ketmayman, mana shu yo'l bo'yicha pul topish mumkinligini isbotlayman deganman va qaror qabul qilganman va o'sha oy o'zida, ya'ni iyul oyining o'zida oxirida birinchi $1000 daromadimni aynan shu sotuvni o'zida qilganman. Ya'ni nima qildim men? Bir rejalarni hammasini kesib tashladim, kemalarni yo'qib yubordim va bo'ldi, uydagilarimga men ko'rsatishim kerak bu yo'l bo'yicha zo'r pul topish mumkinligini va mana shu yerda burilish nuqtasi bo'lgan, qaror qabul qilganman. Bugundan boshlab men farmatsevtika bo'yicha umuman o'ylayman, bu yo'nalish bo'yicha ketishdi. Bo'ldi, bu menga emas. Ikkinchisi, Yandexdan o'sha paytda qanchadir Yandex ham qilardim, ham sotuvchilikda ishlab. Bo'ldi, men umuman Yandex qilmayman. Nima daromad topsam, qancha pul kerak bo'lsa, men shu yo'nalish o'zidan topaman deganman va bir oydan keyin aynan mana shu $1000 daromadim qilganman. Menda mana shu burilish nuqtasi bo'lgan, ya'ni qaror qabul qildim. Faqatgina xohish emas, aynan o'sha haqiqiy qaror menga mana shu eshikni ochilishiga sabab bo'ldi. Bu yerda asosiy ishlagan narsa nima? Agar sizda chekinishga yo'l yo'q bo'lsa, hamma energiyangiz bitta joyga qaraydi va shundan keyin menda o'ylayman shu paytdan karyeram yaxshiroq bo'lishni boshladi va mana shu yo'lni tanlaganimdan keyin 2 yil ichida, ya'ni boshlaganimdan keyin 2 yil o'tib $5000 stabil daromadga chiqdim, 3 yildan keyin $10000 daromadga chiqdim va hozirda bir nechta loyihalarda CEO lavozimida ishlayapman. 300 dan oshiq shogird chiqardim. 2 yil davomida ularning daromadini $500 dan $3000 gacha olib chiqdim. Shu yo'l bo'yicha ular hozir daromadni qilishyapti. Endi men sizga hozir O'zbekistondagi ikkita klassik yo'l va 3-yo'lni nimaligi va uni qanaqa qilib turib men bosib o'tdim, shu narsani qisman tushuntirib berdim. Endi mana shu daromad zinasini men sizga ichiga kirib to'liqroq tushuntirib beraman. Bu daromad zinasi nimadan iborat? Hozir har bittasini raqamlarda, har bitta zinada siz nima qancha daromad qilasiz, shu narsalar bilan ochib bermoqchiman. Xo'p, men buni o'zi daromad zinasi deb atayman. Bu zina 0 dan $5000 gacha daromadga chiqish bo'yicha tayyor siz uchun sxema. Pastdan tepaga chiqiladi. Har pog'onada muddat va ko'nikma va raqamlar bor. Birinchisi, bu mutaxassislik. Ya'ni mutaxassislik deganda siz qaysidir yo'nalish bo'yicha mutaxassislikka olasiz va $1000 dan $2000 daromadga chiqasiz. Xuddiki men fevralda boshlab iyul oyida $1000 daromadga chiqqanim kabi. Men o'sha iyul oyidan keyin $1000 dan kam qilmaganman. Undan yo'g'i faqatgina o'sgan daromadim. Xo'p, buning uchun asosan boshlanganingizdan 12 oygacha bo'lgan muddatda taxminan $1000 dan $2000 gacha daromad qilasiz. Mutaxassislik bu nima? Bu sotuv bo'lishi mumkin, bu target yoki SMM bo'lishi mumkin. Shu kabi zamonaviy kasb yo'nalishlari nazarda tutaman. Bu yo'nalishlar bo'yicha siz уже kirdingiz, undan keyin ikkinchi bosqich. Bu yerda siz o'zingiz qo'lingiz bilan ishlarni amalga oshirasiz. Ya'ni o'zingiz qo'lingiz bilan qilasiz. Mijozlarga o'zingiz telefon qilasiz, dizayn o'zingiz yasaysiz yoki montaj o'zingiz qilasiz. Mana shu narsa orqali siz 12 oy davomida $1000 dan $2000 gacha daromadga chiqishingiz mumkin. Agar siz qaysidir yo'nalishda bo'lsangiz va daromadingiz 6 oydan o'tgan va hali $1000 dan oshmagan bo'lsangiz, demak mutaxassisligingiz bo'yicha nimadir noto'g'ri qilyapsiz. Mana shu narsani o'ylab ko'ring. Ikkinchisi boshqarish. Ya'ni endi aynan shu qo'lidan qanaqadir ish keladigan odamlarni boshqarishni boshlaysiz. Bu yerda daromadingiz taxminan $2000 dan $3000 gacha chiqadi. Ya'ni o'sha sotuv qiladiganlarni yoki o'sha dizayn, montaj qiladiganlarni ustidan tepasidan turib boshqarasiz. Endi siz bitta o'zingizga o'xshagan odamlardan bir nechta bo'ladi va shuni hisobiga sizni daromadingiz ham oshadi. Tushunasizmi? Uchinchi yo'li endi proyekt menejerlik bor. Ya'ni bu yerda qanaqa kechadi? $3000 dan taxminan $5000 gacha bo'ladi. Proyekt menejerlik bu har xil nom bilan CEO, kommersiya direktor bo'lishi mumkin. Ya'ni tepada turasiz. Sizda marketing bo'limi, sotuv bo'limi, moliya bo'lishi mumkin. Mana shu bo'limlar bor va bo'limlar tagida xodimlar, masalan, sotuv bo'limi bo'lsa, sotuv bo'limida o'zining rahbari, ropi bor, uni tagida sotuvchilari bor. Mana shularni ustidan turib boshqarasiz. Va sizga marketing bo'limi ham deylik o'sha siz anaqangizga kiradi. Marketing bo'limining tagida SMMchisi bor, PR bor yoki performans bor, uning tagida montajyor, tam dizayner, mana shunaqa odamlar bor. Bularni tepadan turib boshqarib turasiz. Aynan mana shu narsa, ya'ni bo'limlarni, bo'lim boshliqlarini boshqarish bu как proyekt menejerlik hisoblanadi. O'sha proyektda siz boshqaruvchi bo'lasiz. Bu yerdagi daromad taxminan $3000 dan $5000 gacha bo'ladi. Undan keyin 4-etap bu endi o'zingizni shaxsiy loyihalaringizni olishni boshlaysiz. Ya'ni u yerda siz loyihani
to'liq A nuqtadan B nuqtaga olib chiqib berish mas'uliyatini olasiz. Bu yerda sizni komandangiz bo'ladi va bu yerda asosiy imkoniyat faqat endi bitta loyiha bilan emas, bir nechta loyiha bilan ishlashingiz mumkin. Har bitta loyihani $5000 plyusga olishingiz mumkin. Men bu narsani o'zimda qilgan odam sifatida aytolman. Ya'ni oylik har bitta loyiha sizga $5000 dan to'laydi va 2-3 ta loyihani agar parallel boshqarishni уже o'rganib olsangiz, daromadingiz $5000 plyus taxminan 10 000 – 15 000 gacha chiqishi mumkin. Tushunasizlar? Ya'ni ketma-ketlik daromad zinasi mana shundan iborat. Bu zinaga siz har xil zamonaviy kasblar orqali chiqishingiz mumkin, lekin o'sha chiqqaningizdan keyin oxiri boradigan точканgiz aynan mana shu narsa bo'ladi. Shu narsani men sizga aytib o'tmoqchiman. Mutaxassislik pastdan boshlaganingiz, ya'ni birinchi etapda har xil odamni boshlashingiz mumkin. Targetolog, SMMchi, sotuvchi yokida har xil yo'nalishda siz boshlashingiz mumkin boshlanishini. Lekin borib baribir bo'lim boshlig'i bo'lganingiz uchun bitta narsaga birikasiz. Undan keyingisi siz proyekt menejer va loyihani olganingizda qolgan qiladigan ishlaringiz bir xil yo'nalishga borib, ya'ni har xil so'qmoqlar baribir bir xil yo'nalishga taqaladi. Tushunasizmi? Bu shunchaki biznesda ishlash sxemasi hisoblanadi. Ya'ni daromad qilish ishlash sxemasi desak bo'ladi. Endi, xo'p, har xil so'qmoqdan borish mumkin ekan boshlanishiga, ya'ni birinchi bosh demak mutaxassislikdan keyin bo'limni boshqarish, keyin bo'lim boshliqlarini boshqarish va loyihalar olishgacha 4 ta yo'nalish bo'yicha ketar ekanmiz. Endi qaysi biridan boshlagan o'zi yaxshiroq, qaysi so'qmoqdan boshlash yaxshiroq? Hozir mana shu narsani men sizga endi tushuntirib beraman. Qaysi so'qmoqdan boshlash bu eng ko'pchilik qiladigan xato hisoblanadi. Chunki agar siz noto'g'ri eshikdan kirib qo'ysangiz yoki noto'g'ri so'qmoqdan boshlab qo'ysangiz, shunchaki vaqtingiz va energiyangiz ko'proq ketadi. Ya'ni ketma-ketlikni bilmaganligingiz uchun aynan xuddiki mana o'sha 3D Max ga o'xshab yokida targetingga o'xshab kurslarni o'qiganman, lekin hech qanaqa foyda bo'lmagani kabi siz ham balki mana shu narsalarni o'rganib vaqtingizni ketkazgandirsiz. Shuning uchun asosiy narsa bu to'g'ri joydan, to'g'ri ketma-ketlikda boshlash hisoblanadi. O'zi umuman men sizga hozir mana shu narsa joyidan diqqat bilan eshiting. O'zbekiston sharoitida siz mutaxassis sifatida bo'lasizmi yokida biznes ertaga ochish holatida zo'r daromad qilish uchun, professional top bo'lish uchun mana shu 3 ta top ko'nikma sizga kerak bo'ladi. Mana shu narsani bilsangiz, siz har qanday yo'nalishda zo'r mutaxassis bo'la olasiz va biznes ochsangiz ham o'sha biznesingizni topga olib chiqishingizga eng kerak bo'lgan 3 ta ko'nikma bor. Mana shu narsani hozir men sizga aytib o'taman. Demak, buni birinchisi mijoz jalb qila olish. Mijoz jalb qila olish bu nima desangiz, o'sha content, marketing, target, dizayn, mana shuni ichiga kiradigan hamma narsa mijoz jalb qilishga kiradi. Ya'ni odamlar oqimini yarata olish, ya'ni sizdan nimadir xarid qilmoqchi bo'lgan, sotib olmoqchi bo'lgan odamlar oqimini yarata olish ko'nikmasi. Buning uchun marketing hammasi ichiga kirib ketadi. Ikkinchi top ko'nikma bu sotuv hisoblanadi. Endi siz oqim shakllantirdingiz, endi o'sha oqimni ushlab qolish bor. Ya'ni o'sha oqimni, kelgan oqimni pulga aylantirish, ya'ni bu sotuv. Buning ichiga o'sha muzokara, skript, sotuv bo'limi qura olish va juda ko'p hammasi kirib ketadi. Hozir men buni batafsil tushuntirib beraman. Uchinchi asosiy ko'nikma bu boshqarish, ya'ni o'sha odamlar, jarayon, pul tizimini boshqarish aynan mana shu narsa kiradi. Ya'ni siz mijozlarni jalb qila olsangiz, jalb qilingan mijozlarni pulga aylantira olsangiz, sotuv qila olsangiz va bu ushbu ikkita jarayonni tepadan boshqarib tura olsangiz, bo'ldi. Mana shu sizda xuddiki bu pul fabrikasida ishlab beradi. Ya'ni mana shu 3 ta ko'nikma bo'lsa, siz o'zingizga komanda yig'a olasiz, komanda boshqara olasiz, siz mijozlar oqimini yaratasiz, buni pulga aylantirasiz. Ya'ni siz pul ishla olasiz bu 3 ta ko'nikma orqali. Tushunasiz? Boshqa ko'nikmalar orqali ham pul ishlash mumkinmi? Ha, ishlash mumkin. Masalan, siz oddiy gitara chalishni bilsangiz ham pul ishlashingiz mumkin. To'yga chiqasiz yoki o'tga chiqasiz, pul ishlaysiz. Lekin bu ertaga zo'r mutaxassis bo'lishingiz uchun, masshtablashishingiz, kengayishingiz, biznes ochishingiz uchun yordam beramizmi? Yo'q, bu sizga yordam beradigan ko'nikma emas. Sababi siz gitarani chalishni bilishingiz bu hech qanaqa biznes boshlashingizga sabab bo'la olmaydi. Lekin siz mijoz jalb qilishni, sotuv va boshqaruv bilsangiz, bu aynan masshtablashingiz, top mutaxassis bo'lish va siz deylik o'zingiz qachondir biznes ochsangiz, o'sha biznesni zo'r boshqarishingizga eng katta yordam beradigan mana shu 3 ta ko'nikma bo'ladi. Shuni yodingizda saqlab turing. Endi demak bizda 3 ta top ko'nikma bor ekan. Men o'zi juda ko'p tadbirkorlar bilan gaplashganimda aytadi, produktim bor, sotadigan yaxshi sotuvchi yo'q yokida yaxshi sotuvchi bor, ularni boshqaradigan odam yo'q deyshadi. Ya'ni O'zbekistonda mana shunaqa ehtiyojlar sikli borda, qanaqadir doim nimadirga ehtiyoj bor, lekin o'shani yopadigan doimiy ravishda odam yo'q. Lekin juda ham ko'pchilik yoshlar umuman boshqa narsani o'rganib yuribdi. Tushunasizmi? Endi, demak, eng kerak bo'ladigan mana shu 3 ta ko'nikma bor ekan: mijoz jalb qilish, sotuv va boshqarish. Mana shulardan endi bularning tegi borda, har bitta narsaning eng tegi bor. Qanaqa qilib turib buni o'rganish mumkin desa, bittada siz mijoz jalb qilishni o'rganib qolmaysiz. Bittada siz sotuvni, ya'ni mijozni pulga aylantirishni o'rganib qolmaysiz. Buni tagida qilinadigan ishlar bor. Ya'ni o'sha so'qmoqlarni boshlanishi aynan mana shu 3 taning ichidan boshlanadi. Biza bu yerda boshqaruvni chiqarib tashlaymiz. Sababi boshqaruv sizga birdaniga hech kim sizga boshqaruv berib qo'ymaydi. Siz qanaqadir birinchi boshda oddiy xodim bo'lasiz, keyin boshqaruvga chiqasiz. Shuning uchun boshlanish so'qmoq bu boshqaruvdan boshlanmaydi. Bizda ikkita variant qoldi: mijoz jalb qilish va sotuv qoldi. Endi buni ikkalasini
qaysi biri yaxshiroq va buni ichiga o'zi nimalar kiradi, qaysi so'qmoqlar borki siz kirishingiz mumkin bo'lgan, чтобы o'sha daromad zinasiga oxiri borib quyilishingiz uchun mana shu narsani hozir man sizga tushuntirib beraman. Birinchisidan boshlaylik. Mijoz jalb qilish, o'zi buni ichiga nimalar kiradi? Siz buni boshlashingiz uchun kim bu boshlashingiz mumkin? Mijoz jalb qilishni montajyor bo'lib boshlaysiz, operator, dizayner, mobilograf kasblaridan boshlanadi. Ya'ni siz o'sha content, target, SMS dizayn, montaj, mobilografiyadan boshlaysiz va shundan keyin bu insonlarni qanaqadir boshqaradigan odamga tepaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu narsani qilishingiz uchun o'zi qanaqa yo'l ketma-ketlik bo'ladi? Ya'ni o'sha tepada hozir sanab o'tgan mana shu ko'nikmalarni o'rganishingiz uchun qanaqa yo'l ketma-ketligida boshlaysiz o'zi. Birinchi navbatda 1-2 oy qanaqadir kursga borishingiz kerak. Montajni o'rganasiz, dizayn o'rganasizmi, mobilografiyani o'rganasizmi, farqi yo'q. 1-2 oy kursga borasiz, siz pul to'laysiz kursga, kurs sotib olasiz. 1-2 oy vaqtingiz ketadi o'rganish uchun. Keyin endi 3-4 oydan boshlab siz endi sizga pul to'lashlari uchun portfolio qilishingiz kerak. Chunki hamma sizdan ertaga bu narsani qilayotgan bo'lsangiz portfolio so'raydi. Shuning uchun 3-4 oy tekinga ishlab berishingiz kerak portfolio qilishingiz uchun. Chunki boshlang'ich odamga hech kim qanaqadir ishini ishongingiz kelmaydi. Va 5-6 oydan boshlab siz pul topishni boshlaysiz. Endi kursni o'rgandingiz, buni endi amaliyot qildingiz. Undan keyin odamlar sizga pul to'laydigan etapga chiqasiz. Ya'ni 5-6 oydan boshlab siz daromad qilishingiz mumkin. Bu degani yarim yil faqatgina o'zingizdan pul ketkazib, vaqtingizni ketkazib, tekinga ishlab yarim yildan keyin daromadga chiqasiz. Demak, bu yerda kirish parogi, pul sarflash, yarim yil umr, shundan keyin siz daromadga chiqasiz. Chosiz ketma-ketlikni. Lekin yana bitta sizga yoqmaydigan xabar bor. Bu tubga qarab poyga o'ynash. Ya'ni juda ham ko'pchilik hozirgi paytda bu zamonaviy kasblarni o'rganyapti, lekin juda ham ko'pchilikning daromadi 3-5 million, uzog'i borsa 10 milliongacha qotib qoladi. Sababi bitta narsa, ko'pchilik o'rgangandan keyin, ya'ni taklif ko'payib ketgan va mana shu taklif ko'payib ketganligi hisobiga odamlar bir-birini arzonlashtirib o'zini xizmatini taklif qilishni boshlagan. Natijada juda ham arzonlashib ketgan. Bu nima degani? Bu pul topish qiyinlashadi degan. Undan tashqari hozirgi o'sha sun'iy intellekt chiqqani hisobiga o'sha dizaynerlarning ishi juda ham yo'qolib ketishni boshladi. Hozir dizaynerlar qiladigan oldingi ishlarni menimcha bir men o'ylayman, men o'zim dizaynerga qildiradigan ishlarni 70-80% sun'iy intellekt уже bajaryapti. Menimcha bir yildan keyin to'liq nolga tushadi. Faqatgina zo'r brendingni tushunadigan qanaqa dizaynlar qolmasa, qolgani yo'q ketadi. Montaj bo'yicha ham hozir chiqish boshladi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yo'nalishlar, ya'ni qo'l bilan qilinadigan ish bo'lganligi uchun, bu narsani algoritm ish bo'lganligi uchun sun'iy intellekt asosan ko'proq miqdorda olishni boshlayapti. Bu sal xavfliroq kirish yo'nalishi. Ya'ni siz 6 oy o'qidingiz, o'rgandingiz, lekin oxiriga borib siz yo'q odamga aylanib qolishingiz juda ham qiyin. Undan tashqari faqatgina zo'rlarigina qoladi bu yo'nalishda. Tushunasiz-a? Ya'ni mijoz jalb qilishni so'qmoqidan boshlash qismi bo'yicha sizni qaysi natijaga erishishingiz boshlanishi parog baland va undan keyingi etapda chiqishingiz qanaqadir noma'lum holatga kelib qolyapti, chunki sun'iy intellekt juda ko'p narsani o'zgartirib yuryapti. Endi ikkinchi eshik yoki siz kirishingiz mumkin bo'lgan keyingi so'qmoqlar, bular nima desa, bu sotuv. Buni ichiga sotuvchiga nimalar kiradi? Odamlar o'sha qiziqqandan boshlab to'ladigacha olib boradigan to'liq tizim bu sotuv deb ataladi. Ya'ni mijozni как pulga aylantirish. Buni ichiga o'sha voronka, skriptlar, psixologiya, ehtiyoj, taqdimot, e'tirozlar, sotuvni yopish, CRM, qayta aloqalar, undan tashqari sotuv bo'limi qura olish, mana shu hamma narsasi sotuvni ichiga kirib ketadi. Endi bozordagi asosiy 3 ta fakt. Birinchi navbatda sotuvchilarning 90% O'zbekiston bozorida o'qimagan. Men buni juda ham ko'p bizneslarni o'qitib bergan va ularni sotuvchilarni tekshirgan odam sifatida aytayapman. 90% o'qimagan va shunda ham o'rtacha 5 million so'mdan 10 million so'mgacha daromad qiladi. Endi savol, o'rganganlari qancha topadi? Ya'ni o'rganmagan 90% odam 5-10 million o'rtacha daromad qilayotgan bo'lsa, o'rganganlari bu aniq ko'proq topayotganlar hisoblanadi. Kirish parogi deyarli 0. Sababi, siz hech narsa bilmasangiz ham, lekin o'rganishga tayyorman desangiz, sizga bugundan hozir o'zidan ish bor. Chunki men juda ham ko'p tadbirkorlar bilan gaplashganman va biz o'zimiz ham juda ko'p loyihalarda olamiz. 0 odamlarni tayyorlaymiz. Ya'ni hech qanaqa tajribasi yo'q, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz ishga qo'yamiz. Prosta harakati bo'lsa bo'ldi. Ya'ni kirish parogi 0. Boyagi qismda biz o'rganishimiz kerak edi, portfolio qilishimiz kerak va buning uchun pul to'lashimiz kerak, vaqt sarflashimiz kerak-ku. Bu yerda shunchaki bilmasangiz, prosta o'rganishga xohishingiz bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Ya'ni shunchaki xohishingiz bo'lishi o'zi sizga birinchi oydan 5-6 million daromadga chiqishga yetadi. Menda ham, o'zimda ham aynan shunaqa bo'lgan. Agar siz professional bo'lib kirsangiz, ya'ni boshidan boshlab professional bo'lib boshlaydigan bo'lsangiz, bu yerda umuman boshqacha daromad qilasiz. Ya'ni o'sishi juda ham ko'p tezlashadi. Men o'zim sotuvda 8 oy ishlab, 9-oyda rob bo'lgan paytimda qo'limga 3-4 yildan beri ishlayotgan sotuvchilar kelgan va ularni olganman. O'sha paytda menda ozgincha hayajon bo'lgan, 3-4 yil tajribasi bor. Balki mendan yaxshiroq bilardi. Lekin gaplashganda bilganman, men undan ancha kuchliroqman. Ya'ni vaqt ko'p narsa hal qilmaydi. Menda 8 oylik, unda 3-4 yillik tajriba bor.
lekin men undan kuchliroqman. Nimaga desa, men professional o'rganib boshlaganman va professional o'rgangan holatda mijozlar bilan suhbatlashishga harakat qilganman va meni professional sifatida xulosalarim umuman boshqacha bo'lgan va bu meni doimiy o'stirgan va 3-4 yildan beri ishlayotgan odam, professional o'rganmasdan shunchaki o'tga-bo'tga urilib o'rganib yurgan odam bunda professional xulosalar bo'lmaydi. Mana shu narsa o'stirmaydi odamni, tushunasizmi? Aynan shuning uchun farq mana shu yerda boshlanadi. Ya'ni 0 bo'lsangiz ham ish bor, professional bo'lsangiz bu undan ham yaxshi. Agar siz professional bo'lib boshlaydigan bo'lsangiz, raqamlar taxminan qanaqa bo'ladi? 1-4-oyda professional bo'lmagan odam bilan deyarli bir xil oylikda, ya'ni 5-6 million bilan boshlashingiz mumkin, lekin 6-oydan boshlab farq sirazi sezilishi boshlaydi. Ya'ni siz taxminan eng kamida 10 million so'm daromadga chiqasiz agar rostdan professional harakatlanayotgan bo'lsangiz. Chunki men o'zim 11-12 million so'mga chiqqanman 6-oyda. Meni professional shogirdlarim ham aynan mana shunaqa natijalarni ko'rsatishgan. Уже 12-oyga borib siz odamlar nima desangiz ha deydi, nima desangiz yo'q deydi, qimmat cheklarni qanaqa sotish kerak, bu narsalarni o'rgangan bo'lasiz va bu yerda daromadingiz taxminan 15-20 millionni tashkil qilish kerak. Agar siz 1 yil davomida ishlayotgan bo'lsangiz va daromadingiz hali bunaqa natijaga chiqmagan bo'lsangiz, demak hali sizda professionallik bo'yicha nimadir problemalaringiz bor. Mana shu narsa haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Bu men shogirdlarim qayta qilgan natijalarni hozir men sizga tushuntirib beraman. Bu sonlar shunchaki kelib chiqmagan. Ya'ni siz 1-oydan pul topishni boshlaysiz va 12 oy davomida faqatgina o'sib borasiz. Endi keling, qaysi yo'l o'zi qulayroq, ya'ni qaysi eshik qulayroq? Mijoz jalb qilishmi yoki sotuvmi? Plus minuslarni gaplashamiz. Demak, mijoz jalb qilishda nimalar bo'lishi mumkin ekan? Avval siz pul to'laysiz, kursga, keyin o'sha trial ticking-ga portfolio qilasiz va shundan keyin 5-6-oydan boshlab pul topishni boshlaysiz. Raqobat kun sayin oshib boryapti. Sun'iy intellekt sizni eng katta dushmaningiz bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'nalishga kirmasangiz, ya'ni sun'iy intellektni zo'r kuzatib turib keyin yo'nalish tanlamasangiz, dizaynerlarga o'xshab yo'q bo'lib ketib qolishingiz ham mumkin. Keyingisi, ikkinchi eshik, kirish eshigi, sotuv. Sotuvda nima plyuslar bo'lishi mumkin? 1-oydan boshlab sizga pul to'lashni boshlashadi. Ya'ni 1-oydan siz daromadga kirasiz. Kirish parogi 0. Kursda o'qimasangiz ham daromadga kirishingiz mumkin. Kursda o'qisangiz uzoq muddatga juda katta plyusga ishlaydi. Talab juda katta, sababi 20-yilda SMM juda bizda trendda bo'ldi va hamma mijoz jalb qilishni o'rgandi. Hamma target yoqishni, reklama qilishni, Instagram yuritishi va bunaqa mutaxassislar soni juda ham ko'payib ketdi va hozirgi 24-yildan boshlab 25-yildagi bo'layotgan tendensiya nima desangiz, bu yerda endi konversiya, ya'ni sotuv bo'limi qismi problema bo'lishni boshladi. Chunki buni o'rgatadigan kurslar juda ham kam, buni o'rgatadigan mutaxassislar juda ham kam. Shuni hisobiga hozir faqat drop bilan sotuvchida problema. E'lonlarni ochib qarasangiz, 80% dan ko'prog'i drop va sotuvchiga yo'naltirilgan. Bundan bilsangiz bo'ladi, shu O'zbekistonda mana shu kasbga hozir ehtiyoj juda katta ketyapti. Va undan tashqari 12-oyda уже siz 15 million, 20 million so'm daromadga chiqqan bo'lasiz. Birinchi 6 oygacha 1-2 oylaringizda 5-6 million, undan keyin 6-oydan 10 million va 12-oyda 15-20 million so'm daromadga chiqasiz agar siz sotuvni professional davomiy o'rganib ketayotgan bo'lsangiz. Demak, eng qulay eshik bu yerdan solishtirganda ko'rinib turibdi, sotuv ekan. Sotuv undan tashqari yana nima plyusi bor desa, sotuv bu hamma keyingi bosqichlarning fundamenti hisoblanadi. Sababini men sizga ikkita fakt bilan tushuntirib beraman. Birinchi navbatda, sotuv professional bilgan odam insonlar psixologiyasini tushunadi va undan tashqari qaror qabul qilish mexanizmini chuqur o'rgangan bo'ladi sotuvda ishlagani uchun. Bu degani siz odamlar nima uchun, nima uchun yo'q deydi, aniq tushuna olasiz. Ikkinchisi, ertaga siz o'sib borgan sari baribir mijoz jalb qilishni ham o'rganasiz. Faqat bitta tarafi bor, mijoz jalb qilishni o'rganayotgan paytingizda siz o'zi odamlar nimaga qaror qabul qiladi, nimalar ularning e'tiborini tortadi, sotuvda o'rganib bo'lganligingiz uchun, ya'ni bazani sotuvda o'rganib bo'lganligingiz uchun mijoz jalb qilishda faqat siz instrumentlar o'rganasiz. Ya'ni target qanaqa ishlaydi, montaj qanaqa ishlaydi, voronka qanaqa ishlaydi. Mana shu narsani bitta o'rganib olsangiz bo'ldi, chunki siz insonlar psixologiyasini tushunasiz. Chunki sizdan kim sotib oladi? Insonlar sotib oladi. Bu narsani siz boshida sotuvda o'rgangan bo'lasiz va bu sizga tayyor poydevor bo'lib beradi. Endi sotuv bu endi menga emas, men uchun sotuv yoqtirmayman deganlar uchun yana bitta men argument keltiraman. Tasavvur qiling, siz 10 ta uchrashuvda, mana shu joyni diqqat bilan eshiting. Siz 10 ta uchrashuvda har doim 10 ta sotuv bo'lish haqida bilarmidingiz? Ya'ni siz 10 ta odam bilan gaplashsangiz, har qanday temada mijoz sifatidan farqi yo'q, 10 ta sotuv bo'ladi. Faqat deylik 2-3 tasiga siz sotasiz, qolgan 7-8 tasi sizga sotadi. Nimaga? Tushuntirib beraman, qarang. Menda qanaqadir fikr bor va sizda o'zingizning qaysidir fikringiz bor. Mana shu fikrni biz bir-birimizga sotishga harakat qilamiz doimiy suhbat paytida. Kimdir o'zini fikrini keyingi odamga o'tkazadi va tasdiqlatadi va tasdiq olgan odam o'sha tarafga qarab yurib ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni farqi yo'q, siz kim bilan muzokaraga kirishsangiz, gaplashsangiz, odamlarga doimiy ravishda fikr sotib yurasiz. Bu mutaxassis sifatida, inson sifatida, ota-ona sifatida, farzand sifatida,
biznes rahbarlar sifatida bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Xodimlaringizni sotasiz, o'zingizni farzandingizni sotasiz, hamma joyda ya'ni fikr sotib yurasiz. Yoki bu narsa nimani beradi sizga? Yo siz o'zingiz fikringizni sotasiz yoki sizga kimdir fikrini sotadi, ularga ergashib harakatlanasiz. Ya'ni sotuvni o'rganish har bitta bosqichda baribir o'rganasiz. Ya'ni siz mijoz jalb qilishdan kirganingiz bilan sotuv o'rganasiz, sotuvdan kirsangiz mijoz jalb qilishni o'rganib o'tib ketasiz. Ya'ni ikkalasini o'rganish baribir shart. Lekin sotuvdan boshlasangiz sizga ko'proq plyus bo'lar ekan. Mana shu narsani man sizga yetkazib bermoqchiman. Demak, biz xulosa qildik. Daromad zinasida qaysi so'qmoqdan, qaysi eshikdan boshlayman? Mijoz jalb qilishdanmi yoki sotuvdanmi desa, sotuv yaxshiroq ekan. Sotuvni endi boshlanish nuqtasi qayerdan desa, bu sotuvchidan hisoblanadi. Endi zinadagi yo'l taxminan qanaqa bo'ladi? Birinchi siz sotuvchi bo'lasiz, pul topasiz, plyus poydevor qurasiz o'zingizga. Keyingi etapda rob bo'lasiz, bo'lim boshqarasiz. Keyingi etapda tijoriy direktor yoki projekt menejer bo'lasiz. In-house, outsource ishlashingizga qarab farqi yo'q. Bu yerda siz bo'lim rahbarlarini boshqarasiz. Uchinchisida siz loyihalarni boshqarishni boshlaysiz. Ya'ni o'sha bir nechta tijoriy direktor yoki projekt menejerlarni tepadan turib loyihalarni boshqarib, daromad qilishni boshlar ekansiz. Bu men o'zim o'tgan va meni shogirdlarim yurayotgan yo'l. Ya'ni o'sha 3-yo'lni bitta ko'rinishi. Tushunasiz? Aynan mana shu narsa bo'yicha hozir endi siz bilan davomida gaplashamiz. Xo'p, yaxshi sotuvchilar o'sha 12-oyga bor 15-20 million so'mgacha oylik oladi. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Rob bo'lgandan keyin 20 million plyus daromad qilishni boshlash kerak. Bu bo'yicha ham juda ham ko'p кейslarim bor. Mana shu yerda hozir sizga bir nechta men rasmlar chiqarib beraman. Mana shu yerda siz ko'rishingiz mumkin o'sha oyliklar qo'yilgan KPIlar. Ya'ni fiksasi $600 dan $1000 roblarniki va undan keyin sotuvdan olishlar bilan hisoblasangiz 20-30 million so'm daromad qilishadi. Sotuvchilarni oladigan bo'lsangiz, taxminan fiksalar 3 million so'mdan 5 million so'mgacha, bonuslari bilan qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz, ularda 15 milliondan 20 million so'mgacha oylik chiqadi. Tushunasizlar? Ya'ni bu realni hozir O'zbekistonda bizneslarning ichida ishlab turgan va men o'zim loyihalarda ishlaganimda qo'yib bergan KPIlarni men sizga tushuntira olaman. Kompaniya nomlarini ko'rsatmagan holatda ochib beraman. Ya'ni siz tasavvur qilishingiz uchun mana shunaqa pullar rostdan ham to'lanyapti sotuvchi va roblarga. Va mana shu eng asosiy narsa, xo'p, men bu kasb o'rgangan bilan kafolat bormi desangiz, da, aynan kafolat bor. Eng yaxshilarini men o'zim ishga joylashtiraman. Chunki nimaga? Bitta narsani tushuntirib beraman. O'zbekistonda birinchidan juda ham ko'p ochlik borligini ko'rdik. O'zingiz ham ish topishga umuman qiynalmaysiz agar sotuvchi sifatida boshlaydigan bo'lsangiz. Undan tashqari, men 2 yildan beri o'sha producer CEO bo'lib ishlaganimda, Alisher Avazov loyihalarida aynan o'sha biznes kurslar sotuv bilan shug'ullanganmiz va bu yerda 5000 tadan oshiqroq bo'lgan tadbirkorni pullik kurslarda o'qitganmiz va 500 dan oshiq tadbirkor bilan men o'zim 100% 1 soatdan oshiqroq suhbatlarni, ya'ni razborlarni, konsultatsiyalarni o'tkazganman. Va mana shunaqa keng bo'lgan tadbirkorlar, как networkingim bor va mana shu yerdagilar deyarli har kuni mendan yoki rob yoki sotuvchi so'rashadi. Men aynan yaxshi natija ko'rsatganlarni mana shu insonlarga tavsiya qilib boraman. Ya'ni doimiy ravishda mendan sotuvchi so'rashadi, doimiy ravishda sotib bo'lim rahbari so'rashadi. O'shalarni men agar siz bizani produktlarni yaxshiroq bitirib chiqsangiz yoki o'sha ish topa olmaymanmi desangiz, menga chiqsangiz ham men sizga bu ishlarni o'zim topib berishim mumkin agar siz yaxshiroq yoki sotuvchi bo'lsangiz. Demak, sotuv bo'yicha kirsangiz ham boshlanishda pul topishda muammo bo'lmaydi. Agar sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, men sizga bu problemangizni aniq hal qilib beraman. Faqat sizda harakat va professional o'rganishga xohish bo'lishi kerak. Xo'p, demak, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz bilan O'zbekistondagi eng klassik 3 ta yo'l va bu nimaga noto'g'ri bo'lishi mumkin va 3-yo'l nimadan iboratligini men sizga ko'rsatdim. 3-yo'ldagi daromad zinasini men sizga ochib berdim va siz uchun O'zbekistonda top mutaxassis yoki biznes boshlamoqchimisiz, eng kerak bo'lgan top 3 ta ko'nikma haqida gaplashib o'tdik va 3 ta top ko'nikmani qaysi biridan boshlash kerakligini men sizga solishtirib tushuntirib berdim. Endi biz 4-mavzuga o'tamiz. 4-mavzu O'zbekistondagi mana o'sha 500 dan oshiq tadbirkorlar bilan razbor qilib, 5000 dan oshiq tadbirkorlar o'qishiga 2 yil davomida biznes kurslarini tashkillashtirgan, metodologiyasini tuzgan, o'shalarni sotuvini qilgan, bu auditoriyani chuqur o'rganib, bularni og'rig'iga yechim bera olgan odam sifatida qilgan xulosam bor. Ya'ni 90-95% biznesga bugun nima kerak o'zi. Buni biznes egalari sizga ochiq etmaydi, lekin men ular bilan 1 soatdan oshiqroq bo'lgan suhbatlarimda o'zim tushungan va ularga taklif qilganimda, bo'ldi, men shu narsa bo'lsa sotib olgan bo'lardim, to'lov qilgan bo'lardim degan sxemani men sizga hozir ochib beraman. Bu juda ham qimmat sxema hisoblanadi. Sotuvchimisiz, qaysi joyda rahbarmisiz yoki robmisiz yoki proyekt opishingizni, mana shu narsani ko'rsangiz, aniq sizda miyangizda yo'l xaritasi paydo bo'ladi. O'zi O'zbekistondagi biznesmenlarga nimani siz taklif qilishingiz kerak, hozir shuni aniq tushunib olasiz. Demak, endi mana bu varog'ga ko'proq e'tibor qaratamiz. Diqqat bilan ko'ring mana shu joyni. O'zbekistondagi bizneslar nima uchun sizga pul to'lashga tayyor? O'zi biznes nima xohlaydi? Bitta narsani tushuntirib beraman birinchi navbatda. Deylik, bitta biznes A nuqtasida oyiga $100,000 aylanma qiladi va 3 oy, 6 oy, 1 yildan keyin, qanchadir muddatdan keyin $200,000 ga, ya'ni 2x ga o'smoqchi. Mana shu ishni qilish uchun asosiy 5 ta narsa qilinishi kerak bo'ladi. Birinchi navbatda
bu biznesga strategiya qilinadi. Strategiya. Xo'p, strategiya qilinadi. Xo'p, strategiyadan keyin qilinishi kerak bo'lgan ish bu biznesda birinchi navbatda o'sha strategiyani amalga oshirib berish uchun komanda kerak. Komanda. Va bu komanda nima asosiy ishni qiladi desa, birinchi navbatda lead gen deb qo'yaman men. Lead generatsiyani amalga oshirish kerak, ya'ni mijoz oqimini shakllantirib berish kerak. Mijoz oqimini shakllantirib beradigan odamlar bo'ladi. Mijoz oqimi shakllanishi kerak. Undan keyin shakllangan mijoz oqimi konversiyaga aylantirish kerak, ya'ni sotilishi kerak. Masalan, 1000 ta odam olib kelindi, 100 tasiga sotildi, konversiyaga aylanadi va o'sha sotib olgan 100 ta odamga endi qayta sotish kerak. Bu retention deyiladi. Чтобы o'sha biznes mijozdan ko'proq daromad qilishi uchun. Asosiy qilinadigan ish shu va mana shu ish bo'yicha ketma-ketlikda ichida qanaqadir xodimlar ishlaydi, qanaqadir ko'rsatkichlar bor, qanaqadir pullar tikiladi va mana shunday natijaga ko'ra siz o'zingiz daromadingizni olasiz. Endi bu yerda qanaqa ishlar amalga oshiradi? Hozir men sizga buni ichlarini ochib tushuntirib beraman. Demak, birinchi qilinadigan ish bu strategiya. Strategiya. Strategiya bu nima? Tushuntirib beraman, qarang. Bitta biznes A nuqtada hozir turibdi, 100 mingga deylik, 100 mingdan 200 minggacha chiqish kerak deymiz. 200 mingga chiqish uchun bir nechta yo'llar bor. Bu yo'l bor, bu yo'l bor va mana bu yo'l bor. 3 ta yo'l bor. Birinchi yo'l deylik, bitta biznes mana shunaqa daromadga chiqish uchun 100 mingdan 200 mingga chiqish uchun nima qilishi mumkin? Filial ochib kengayishi mumkin. Deylik, bu bizada qaysidir S reja. Filial ochib kengayishimiz mumkin. Ikkinchi yo'l onlayn orqali kengayishimiz mumkin. B rejamiz va undan keyingi D rejamiz bu bizada bo'lishi mumkin. Chet elga chiqish orqali kengayishimiz mumkin. Qaysi yo'l to'g'ri o'zi aslida? Yokida yana keyingi rejamiz bor, qanaqadir yana boshqacha. Qaysi yo'l to'g'ri? Filial ochib kengayish yaxshimi? Deylik, filial ochmasdan ham shuni ish qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'lmasa, demak, filial ochish yo'li noto'g'ri. Ikkinchisi, biz chet elga chiqa olamizmi? Yo'q, hali tayyor to'liq emasmiz. Demak, chet elga chiqa olmaymiz. Eng to'g'ri yo'l B yo'l, ya'ni biz onlayn orqali, demak, biznesni o'stirar ekanmiz. Xo'p, bo'ldi. Demak, onlayn orqali o'stiradigan bo'lsak, strategiya bo'yicha biz qaysi kanallarga kirishimiz kerak, nima qilishimiz kerak, uzunda bo'lishimiz kerak, OLX-dami, Instagramdami, target yoqamiz, nima qilamiz, qanaqa kengayamiz? Mana shu narsani aniqlab olish bu strategiya hisoblanadi birinchi qadamda. Endi biz aniqlab oldik. Demak, bizga mana bu onlayn bo'yicha kengayar ekanmiz. Onlayn bo'yicha kengayishimiz uchun bizga kerak bo'lar ekan, deylik, 6 oy vaqt kerak bo'lar ekan. 6 oy vaqt ichida bizga sarflaydigan summamiz qanaqadir 20 ming dollar targetga va komandaga sarflar ekanmiz. Mana shu muddat ichida ketadigan narsa va buni hisobiga B nuqtada oladigan natijamiz biznesimiz 200 ming aylanmaga chiqar ekan. Va bu yerda taxminan 10 tacha xodim ishlash kerak ekan. 10 ta xodimmi? 5 tasi marketing bo'limida, 5 tasi sotuv bo'limida. Bo'ldi. Mana shu endi taxminan tushuntiraman sizga. Bu strategiyaning ketma-ketligi. Endi bu strategiya tuzilgandan keyin ikkinchi qiladigan ish nima bo'ladi? Endi mana shu komandani to'plash. Komanda. Xo'p. Komanda nima qilib berish kerak o'zi strategiya bo'yicha? Bizda deylik, boshlanishda 100 mingdan 200 mingga chiqishimiz mumkin. Komandaga kimlar kerak bo'ladi? Bizga birinchi o'sha mijozlar oqimini shakllantirib beradigan komanda, bu o'sha marketolog, uni tagidagi SMMchisi, montajyor, ssenaristi, targetologi va shu kabi odamlar. Demak, mana shu odamlar kerak bo'lar ekan. Bu odamlar menga o'zi nima qiymat berish kerak desa, deylik, meni produktimning narxi 1000 dollardan 1000 dollardan men 200 mingga chiqishim uchun ushbu produktdan 200 ta sotishim kerak. Shunda meni aylanmam 200 k ga chiqar ekan. Xo'p, buning uchun menga birinchi komandam, marketing komandam, ya'ni lead generatsiyani qilib beradigan komandam, lead gen deymiz buni, lead generatsiyani qilib beradigan komandam nima qilib berish kerak menga? Xo'p, menda konversiyam, ya'ni nechta mijozdan nechta mijozga sotaman degan ko'rsatkichim 200 ta mijozga sotishim mumkin. Bunga men 10% konversiyada sotaman. Demak, 10 ta odamdan bittasiga sotaman, 2000 ta odamdan 200 tasiga sotaman. Demak, 2000 ta menga sifatli bo'lgan kval lead olib kelib berish kerak ekan birinchi komandam. Endi ikkinchi komandam aynan menga sotuv komandam, ya'ni o'sha konversiyani urib beradigan komandam. Mana bu lead gen edi. Konversiyani urib beradigan komandam 10% konversiyada menga 200 ta sotib berish kerak ekan. Bo'ldi. Demak, men shuni qiladigan komanda to'plashim kerak. Buning uchun hop 2000 ta lead bilan har oyda sota olish uchun nechta sotuvchi ishlash kerak komandada? Deylik, 5 ta sotuvchi plus bitta rob ishlash kerak. Bu ishlarni qilish uchun kimlar kerak? Targetolog kerak, marketolog kerak, u kerak, bu kerak. Mana shu narsa komanda qismi hisoblanadi va bularni oyliklari, KPI'lari qanaqa tayyorlaymiz? Mana shu hammasi komandani ichiga kirib ketadigan narsa hisoblanadi. Endi keyingi etapda o'sha uchinchisi lead generatsiyani amalga oshirib berish kerak. Lead generatsiyani
amalga oshirish bu nima degani? Qanaqa qilib turib mana shu 2000 ta strategiyamiz bo'yicha 2000 ta lidni olib kelsak bo'ladi. Shu narsani qilish uchun biz qaysi kanallarga e'lon beramiz? Undan tashqari kim ishlaydi, qanaqa tartibda bo'ladi, nima bo'ladi? Mana shu narsalarning hammasi lead generasiya qismi hisoblanadi. Ya'ni biz kontentni nima olib chiqib beramiz, organik kontentni nima olib chiqib beramiz, target ya'ni performance nima olib chiqib beramiz. Mana shu narsani qilish hisoblanadi. To'rtinchisi bizda bo'ladi. Bu konversiyaga javob berish. Endi konversiya uchun biz nimalar qo'llaymiz? Qanaqa sotuv modeli qo'llaymiz? Ya'ni birinchi do'konga chaqirib keyin sotamizmi yoki sirasi sotaveramizmi? Sotuv modelini qo'llaymiz. Undan tashqari bu narsani nazorat qilish uchun nima ishlatamiz? CRM qaysi turini ishlatamiz? Buning uchun bizga xodimlar necha foiz konversiya urib berish kerak? Buning uchun qanaqa skriptda ishlash kerak bo'ladi? Bizning kommersiya projelarimiz qanaqa bo'ladi? Hammasi konversiya ichiga kirib ketadi va oxirgi bizda o'sha konversiyani davomi hisoblangan 5-inchisi retention. Bir marta qayta sotgan odamga yana nimalarni qo'shib sotamiz? Keyingi taklifimizda mana shu narsani o'ylash bu oxirgi qism hisoblanadi. Mana shu hammasini qiladigan bo'lsak, bizda Adam Bgacha 200 mingga chiqish bo'ladi. Endi har bittasini tegida xodimlar ishlaydi va qaysidir vazifalarni bajarib berish kerak. Masalan, deylik, birinchisi strategiyani qilib beradigan odam bor. Masalan, men o'zim loyihalarga kirgan paytda mana shu hamma qismni olib berishni olaman, ya'ni strategiya bo'yicha nima bo'yicha ketamiz, buning uchun komandada qanaqa odamlar ishlaydi, leadingizni nima qilamiz, konversiya, retention nima qilamiz va 200 mingga chiqamiz. Mana shu narsani to'liq olaman. Shuning uchun tadbirkor menga qanchadir pul to'laydi. Bu yerdagi har bitta ish qanaqadir summaga bitadi. Masalan, deylik, bitta siz o'zingiz strategiyani o'zini qilib bersangiz, strategiyani o'zi uchun sizga to'lanishi mumkin, deylik, qanaqadir $3000. Komandani zo'r tashkillashtirib berganligingiz uchun yana qanaqadir $2000 to'lanishi mumkin. Lead-generatsiyani zo'r qilib berganingiz uchun $1500 to'lanishi mumkin. Konversiyani zo'r urib berganligingiz uchun rob sifatida deylik, bu yerda yana sizga $1500 to'lanishi mumkin. Qancha bo'ldi bizda? 5000 plus 3000, 8000. Retentionni zo'r urib berganingiz hisobga deylik 2000 to'lanishi mumkin deylik sizga. Va umumiy hisobda olsangiz, demak, loyihani umumiy qiymati bir oyda mana shu bo'limlar to'liq shakllantirib qurib berganligingiz uchun $10,000 ga siz mana shu ishni qilib berish, sotsangiz bo'lar ekan. Agar siz faqatgina mijoz jalb qilishni sotadigan bo'lsangiz, bu yerda bo'lishi mumkin $1500 ga yoki $2000 qilib berishingiz mumkin. Yoki faqat sotuv bo'limi qurib bersangizchi, faqat birinchi va qayta sotuv qilib bersangiz $3500 yoki $3000 ga xizmatingizni sotish mumkindir. Tushunyapsiz-a? Ya'ni qaysi ishni olsangiz shuncha ko'proq bo'ladi. Ikkita ishni qo'shib olsangiz ko'proq daromad qilasiz. 3tasini qilsangiz yana ko'proq, hammasini qiladi deb yana ko'proq daromad qilasiz. Ya'ni boya aytganimdek, daromad zinasiga chiqish o'zi nima? Men hozir mana shu hamma ishni qilib bera olmayman, shuning uchun har bitta loyiha menga mana bu summani to'laydi. Endi siz qaysidir ishni bittasini qilib berasiz. Masalan, siz sotuvchilikda kirgan bo'lsangiz, mana bu konversiya qismidagi ishni qilib berasiz. Qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi? Bu narsani tushuntirib beraman. Mana bu yerda bizda o'sha sotuvchilar bor. Buni ustida bizda o'sha rob turadi. Endi keyingi qismda bu yerda targetolog bor, bu yerda SMMchi yoki kimdir bordi va buni ustida o'zini o'sha marketologi turadi. Bularning ustida endi o'shalarni deylik boshqaruvchisi, kommersiya direktori turadi va buni ustida o'sha boshqaruvchi va ta'sischi turadi. Tushunasiz-a? Ya'ni ketma-ketlik taxminan shunaqa bo'ladi. Men asosan mana bu lavozimda kiraman loyihalarga va mana bu insonlarni olib ular bilan ishlayman. Agar siz endi daromad zinasi bo'yicha ko'tariladigan bo'lsangiz, deylik sotuvchi bo'lsangiz, mana bu qismdan boshlaysiz va bu yerda daromadingiz qanchadir bo'ladi. Ya'ni mana bu konversiya qismini ma'lum birini siz yopib bera olasiz. Tushunasizmi? Shuning uchun daromadingiz o'sha boya aytganimizdek 6 milliondan 20 milliongacha bo'lishi mumkin. Endi keyingi qismda siz rob bo'lishingiz mumkin. Bu yerda endi konversiyani to'liq qilib berasiz. Ya'ni mana bu 10% urib berishga, 200 sotib berishga javobgar odamsiz. Shuning uchun sizning daromadingiz bu yerda 20 dan 30 gacha bo'lishi mumkin. Keyingi etapda siz endi umumiy mana shu 200 mingga chiqishga javob beradigan odamsiz. Ya'ni 2000 ta lead kelishiga ham javob berishingiz kerak. Undan tashqari 200 sotilishiga ham javob berish kerak. Mana bu odam sifatida. Bu yerda endi daromadingiz 30 dan boshlab bu yerda bo'lishi mumkin 50 milliongacha. Tushunasiz-a? Bundan ham teparoqda bo'lsangiz, bu yerda yana ham daromadingiz ko'proq bo'lishi mumkin. Tushunasiz-a? Ya'ni biznesdan kelib chiqib, mana shunaqa tartibda ishlaydi. Hozir siz mana bu yerdan boshlab kirsangiz va jarayonda buni qilish bilan birgalikda buni o'rgansangiz, keyin bunga chiqish uchun mana buni qo'shib o'rganasiz va shunaqa tarzda daromadingiz oshib boradi. Shunda birinchi siz mana bu ichidagi bitta qismni qilib berasiz, keyin mana buni o'zini qilib berasiz, keyin bu bilan qo'shib qilib berasiz, keyin lead-generatsiya bilan qo'shib qilib berasiz va undan keyin yana miyangiz yaxshi o'sgandan keyin strategiya va komandani ham qilib berishni boshlaysiz. Mana shunaqa ketma-ket o'sadi. Biznesmenga nima sotish kerak o'zi desa, biznesmenga qanaqadir tizimlashtirib beraman, o'qilaman emas.
mana shu ketma-ketlikda Adan Ygacha mana shu ishlarni qilaman. Sening 100 mingni 200 minggacha olib chiqib beraman. Buning uchun strategiyani to'g'rilaymiz, komanda olamiz, mijoz oqimini shakllantiramiz, kelgan mijoz oqimini pulga aylantiramiz va bor bo'lgan pulni qayta yana ulardan daromad qilamiz. Ya'ni bor bo'lgan mijozlar bazasi bilan. Buning uchun bunaqa ketma-ketlikda qilamiz. Mana bu yerda bo'laman, bu xodimlarni olaman. Ya'ni siz mana shu narsaga javob berishingiz kerak. Shunda ko'proq daromad qilasiz. Buni qilish uchun bittada qilasizmi? Yo'q. Birinchi navbatda o'sha boya aytganimdek sotuvchidan boshlaysiz, keyin rob bo'lasiz, keyin kommersiya direktor bo'lasiz. Mijoz jalb qilish hammasini o'rganib olganingizdan keyin mana bu qismni qilishni boshlaysiz. Mana bu doirani qilishni boshlaysiz va daromadingiz ko'proq bo'ladi. To'liq doirani olishgacha o'tsangiz, o'sha bu loyiha etapi hisoblanadi. Loyiha etapida to'liq daromad olganingiz uchun daromadingiz bunaqa holatda bo'ladi. Chonsa, ya'ni mana shu narsa bizneslar xohlayotgan narsa. Chunki O'zbekistonda juda ham ko'p bizneslar, bo'limlar shakllanmagan, tartiblashmagan, tizimlashmagan bizneslar, ya'ni 90-95% biznesda O'zbekistonga mana shu sxema kerak hozir. Mana shuni qilishni o'rgansangiz, shuni ichidagi qaysidir ishni, undan keyin keng etap o'rganib boradigan bo'lsangiz, bo'ldi. Menimcha sizdan daromadda muammo bo'lmasligi kerak. Men aynan o'zim 3 yil davomida o'tgan va hozirda taxminan 2 yildan beri qilayotgan ishimni sizga tushuntirib beraman. Bu narsani to'liq hammaga ochib beraman. Mana shu ishni qilasiz, shogirdlarim ham hozir shu ishni qilishni boshlashgan va ular daromadda o'sishni boshlashgan va hammasi aynan mana shu qismdan boshlagan. Shu qismdan boshlaganligi uchun ular keyingi etapga chiqqan. Hozir mana bu etapdan chiqqan shogirdlarim bor, ular mendan mana bu qismlarni o'rganishyapti. Chunki ya'ni bu yerdan kelayotgan odamlarga men o'rgata olmayman. Sababi nimaga? Chunki men o'zim prodyuser bo'lganman. Bu yerda aynan varonka qurganman, shaxsiy brend yuritganman, hammasini qilib ko'rganman. Ya'ni bu yerda bitta logika bor, qarang, bitta narsani tushunish kerak. Men qaysidir mutaxassisman, shuning uchun bu ish meniki, bu ish meniki emas demaslik kerak. Men qanaqa qarayman? A nuqtadan B nuqtaga chiqish uchun nima qilish kerak bo'lsa, bo'ldi, mana shu narsa hammasini o'rganishingiz kerak. Ko'p daromad qilmoqchisiz, hamma narsani o'rganishga majbursiz. Shuning uchun men Adan Bgacha chiqarish uchun strategiya tuzish bo'lsa o'rganganman. Komanda qurish kerak bo'lsa HR o'rganib chiqaman. Lead generasiya qilish uchun marketing, shaxsiy brend qanaqa yuritiladi o'rganganman va qilganman. Konversiya uchun sotuv bo'limi, CRM hammasi chekirib chiqaman. Retention uchun aynan qayta sotuv varonkalar qanaqa quriladi, hammasini o'rganib chiqaman va mana shularni hammasini o'rganishim hisobiga menda mijoz jalb qilish, sotish va boshqarish ko'nikmasi shakllangan. Endi buni ustiga to'g'ri yo'l ko'ra olishni o'rganganligim uchun strategiyani qilib berib, aynan to'liq tizimni ola olaman. Ya'ni aynan men sizga, men bilan birga bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu yo'lni to'liq o'rgatishim mumkin. Darsni mana shu qismini diqqat bilan ko'rib chiqing, chunki bu siz uchun yo'l xaritasi. Mana shu ishlarni qilishni o'rganasiz va shundan keyin sizning daromadingiz o'sadi. Mana daromad qanaqa ketma-ketlikda o'sishini va bu yerda o'zi nima ish qilishingiz kerak. O'zbekistondagi baribir sizga pul to'laydigan odam bu biznesmenlar 90-95% biznesga nima kerakligini men sizga hozir bundan olganda sirini ochib berdim. Endi shu mana shu chizgan narsamni prezentatsiya holatida menimcha yoningizda chiqdi. O'zbekiston bizneslari 90-95% da bu halaqani ko'pi yo'q yoki juda zaif, bozor juda ham ochiq turibdi hozir. Sizni eng tez pulga olib boradigani bu konversiyadan boshlanadi. Bu yerda men buni mana sizga yashil qilib qo'yganman. Konversiya teng bu sotuv. Ya'ni sotuvni o'rganish orqali siz konversiyani ehtiyojini yopib berasiz va daromad qilishni boshlaysiz. Xo'p, bu yo'l bir qarashda qanaqa bo'ladi? Endi butun yo'l deylik. Butun yo'l bitta qarashda qanaqa ko'rinishda bo'lyapti? Hozir biz mana shu darsda men sizga chizib bergan yo'limni umumiy ko'rinishi. Ikkita eski ssenariy haqida gaplashdik. Bu yerda vaqtingizga pulni almashasiz. Bu yerda shift cheklangan, ya'ni o'sish cheklangan. 3-yo'l ko'nikma orqali zinadan endi chiqishingiz mumkin ekan. 3-yo'l orqali zinada 4 ta pog'ona bor, $5000 ga chiqish bo'yicha. Ikkita eshik ko'rsatdim men sizga. Mijoz jalb qilish va sotuv. Sotuv ko'proq ekanligini tushuntirib berdim va sotuv parogi past va birinchi oy o'zidan siz pul topishni boshlar ekansiz. Demak, sotuvdan kirganingiz yaxshiroq. Va bozordagi halqani tushuntirib berdim. Ochiq halqa, ya'ni shu yo'q halqani sotadigan bo'lsangiz, siz ko'proq daromad qilasiz. 90-95% biznes, chunki mana shu narsani xohlayapti. Ya'ni menimcha mana shu hozirgi gapimdan keyin umumiy bizda yo'l xaritasi sizning miyangizda qayta chizildi deb o'ylayman. Ana ushbu darslikning eng muhim qismlaridan bittasini hozir sizga tushuntirib beraman. Shu joydan diqqat bilan ko'ring. Sekin qaynayotgan suv. Hammamiz biladigan o'sha qurbaqa degan bizning analogiyamiz bor. Ya'ni qurbaqani birdan issiq suvga solsangiz, u sakrab chiqib ketadi, lekin siz uni suvga solib, suvni sekin-sekin 1 gradusdan isitib boradigan bo'lsangiz, u bu narsaga o'rganib qoladi. Va bizdagi jamiyatda ham aynan xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zi umuman olganda insonni og'riq harakatlantirish kerak-da, lekin bizdagi O'zbekistondagilarni og'riq harakatlantirmaydi. Sababi nimaga bilasizmi? Bizani yoshlikdan o'sha 1 gradusdan boshlab suvni qizdirishiga, chidashga o'rgatib kelishgan. Ya'ni chida, hech kimda boshqacha emas, hammada bir xil, sabr qil deb
og'riqqa chidashga o'rgatib kelgan. Shuning uchun juda ham ko'p yoshlarni ko'raman, harakati yo'q, qanaqadir og'riq bor, lekin harakat yo'q. Sababi nima? Chunki shunaqa chidashga shunchaki o'rganib qolgan. Ya'ni yoqmagan ishida ishlaydi, yetmaydigan daromadi bor, keyinroqqa surayotgan juda ham ko'p orzular bor. Undan tashqari mana shu narsalarni ichida yuradida va bir kun qarasangiz ko'zda olov yo'q, hamma narsaga o'rganib qolgan. Buni xuddiki men tirik o'lik holati deb atayman. Men o'zim ham aynan 20-yildan boshlab 23-yilgacha mana shunaqa holatda bo'lganman. Ya'ni harakat qilasiz, chidaysiz, yaxshi bo'lib ketadi deb har xil narsaga urinib ko'rasiz. Baribir hech narsa o'zgarmaydi. Nega? Bilasizmi? Sababi bitta narsa, siz shunchaki bu narsaga уже ko'nikib bo'lgansiz, ya'ni sun'iy isishiga siz doimiy ravishda ko'nikib qolgansiz. Endi men sizda shu yerda g'azab uyg'otmoqchiman. Sababi nimaga? Odam qachonki o'zining holatidan norozi bo'lsa, shundagina harakat qilishi mumkin va harakatning asosiy sababi bu norozilikdan boshlanadi. Sizga savol beraman. Nimaga o'zi chidab yashayapsiz hozir? Sizni qanaqadir yetmayotgan daromadingizgami yokida 6 kun ishlab 10 soatdan ishlaysiz, lekin baribir yetmayotgan oyligingizgami yokida ota-onangiz bilan telefonda gaplashgan paytingizda ularga yolg'on tariqasida menda hammasi yaxshi deb aytishganmi yoki keyinroq deb qoldirayotgan orzularingizga nimaga chidab yashayapsiz o'zi? O'tmish bu teng emas kelajakka. Mana shu g'oyani zo'r tushuna olishingizni men xohlardim. Sababi sizni hozirgi holatingiz bu o'tmishda qilgan qaysi qarorlaringiz natijasi. Ya'ni men o'zim ham o'tmishda o'sha farmatsevtika bo'yicha ketish tanlaganman va natijada 6 yil umrim ketdi. Nimadir o'rganishni boshlaganman va buning uchun pulim, vaqtim, energiyam ketdi. Nimadir o'xshadi, nimadir o'xshamadi. Aynan mana shu sizni ham hozir shu o'tmishda qilgan qaysidir qarorlaringiz hozirgi hayot tarzingizni belgilab beryapti. Ya'ni hozir holatingizni. Bu nimani anglatadi? Demak, siz hozirdan to'g'ri qaror qabul qilishni boshlasangiz, kelajakda demak yaxshiroq hayotda yashashingiz mumkin. Bu qarorlaringiz sifatiga bog'liq bo'lar ekan. Shuning uchun hozir sifatli qaror qabul qilsangiz, yangi hayotingiz yangicha o'zingiz xohlayotgan tarzda bo'ladi. Buning uchun endi nimalar qilishingiz kerak? Qanaqa o'zi qaroringizni to'g'rilashingiz kerak. O'zi odamda ikki xil pozitsiya bor, ya'ni chidovchi pozitsiyasi bor. Bu nima degani? Chidaysiz, ko'nikasiz, taqdir shu ekan deysiz va mana shunaqa hayotda yashashni davom etaverasiz. Ikkinchisi bor, bu kurashchi, ya'ni kurashish pozitsiyasi bor. Bu pozitsiyada siz qaror qabul qilasiz va harakat qilishni boshlaysiz. Uchinchi boshqacha yo'li yo'q qanaqadir. Yo chidaysiz yoki harakat qilishingiz kerak. Tushunasizmi? Chidasangiz ham buni o'zini badali bor, kurashsangiz ham buni o'zini qiyinchiliklari badali bo'ladi. Uchinchi boshqa yo'l yo'q. Agar siz chidovchi emas, aynan o'sha harakat qiluvchi, ya'ni kurashchi odam bo'lsangiz, men sizga endi taklifimni tushuntirib beraman. Bu taklifim nimadan iborat? Bu mana Sotuv 2.0, ya'ni Top Sales platformamdagi Sotuv 2.0 kursim hisoblanadi. Bu O'zbekistondagi yagona professional sotuv platformasi hisoblanadi. Meni asosiy maqsadim O'zbekistondagi professional sotuvchilar avlodini yaratish, ya'ni O'zbekistonda hozir o'sha robka sotuvchiga ehtiyoj bor, lekin 90% da professional bo'lmagan insonlar ishlayapti dedim. Aynan mana shu saviyani oshirish meni asosiy maqsadim hisoblanadi. Ya'ni chet elga ketmasdan o'zingiz vataningizda turib, men ko'rsatib bergan o'sha daromad zinasi orqali O'zbekistondagi 90-95% biznes sizga pul to'lamoqchi. Aynan mana shu narsa orqali daromad qiluvchi mutaxassislarni yetishtirish. Bu hech qanaqa sir emas. Eng yaxshi bitiruvchilar men o'zim ishga joylayman yoki mendan so'rayotgan xodimlar bor yoki bizneslar bor, o'shalarga ishga joylashtirishim mumkin. Ya'ni sizda ish topishdan, daromaddan bu yerda muammo bo'lmaydi. Endi bu kurs o'zi kimlar uchun? Birinchi navbatda hozir sotuvda aktiv ishlayotganlar uchun. Agar siz daromadingiz bitta joyda qotib qolgan bo'lsa yoki boya men aytib o'tganimdek 90% sotuvchiga o'xshab siz ham professional bo'lmasdan turib harakatlanib 6 oy, 1 yil, 2 yildan ishlab yuribsiz, lekin daromadingiz unaqa stabil emas, ya'ni 15-20 milliondan baland bo'lmasa, aynan mana shu kurs siz uchun bo'ladi. Ikkinchisi, xizmatini sotadigan mutaxassislar uchun. Siz SMMchimisiz, dizaynermisiz, montajyormisiz yoki qanaqadir CRM, avtomatizatsiya shunga o'xshagan o'zingizda har xil turdagi shaxsiy brend yuritib berish, shu kabi xizmatlaringizni sotadigan bo'lsangiz, bu aynan siz uchun bo'ladi. Aynan mana shunaqa o'zini xizmatini sotadiganlar farqi yo'q. Men aynan sotuvda zo'r fundamentlar bilan har xil biznesda olgan tajribalarim bilan tushuntirib berganman. Siz aynan bularni olib shunchaki o'z biznesingizda qo'llasangiz, o'zingiz produktingizni yaxshiroq sotishni, qimmatroq sotishni, ko'proq daromad qilishni boshlaysiz. Uchinchisi, tadbirkorlar uchun, ya'ni o'z biznesini o'stirmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni tadbirkorlar ham doim переговорda bo'ladi, mijozlar bilan gaplashadi, katta mijozlar bilan baribir o'zi gaplashadi. Xodimlari bor, ularga o'zini aytgan fikrlarini o'tkaza olish kerak.
u yerda kelgan xodimlarni professional noprofessionalligini tekshira olish kerak va o'zini hayoti uchun ham kerak bo'ladigan aynan sotuvni man shu yerda tushuntirib berganman. Keyingisi roplar va top menejerlar uchun, ya'ni jamoasini kuchaytirmoqchi bo'lganlar uchun. Roplar bo'ladigan bo'lsak, sotuv bo'limiga aloqador qanaqadir boshqaruvchi bo'lsangiz, bu sizga aniq kerak. Chunki sizni xodim ikkita narsa bo'lsagina hurmat qilishni boshlaydi. Birinchi navbatda siz ishonchli, halol bo'lsangiz, mana shu narsa uchun, ishonch uchun sizni hurmat qiladi. Ikkinchi narsangiz bu ishonchlilik, ya'ni mutaxassislik uchun hurmat qiladi. Masalan, ko'pchilik roplarni o'zini sotuvchilar hurmat qilmasligining asosiy sabablaridan bittasi bu ular o'zi sotuvni yaxshi bilmaydi. Har kunlik sotuvchiga yangi narsa o'rgatmaydi. Shuni hisobiga sotuvchilar ham yaxshi sotmaydi va o'sha ropni uncha hurmat ham qilishmaydi. Va buni hisobiga sotuvlar ham yaxshi bo'lmaydi. Rop ham o'zidan siz tasavvur qiling, zo'r mutaxassis emassizda, lekin o'zingizdan yasab yurishingiz kerak. Mana shunday holatda usti yaltiroq, ichi qaltiroq holatda yurishadi juda ham ko'pchilik. Men tushunmayman shularni, nimaga sotuvni professional o'rganishmaydi. Agar siz shunaqa top menejer yoki rob bo'lsangiz, siz aniq o'rganishingiz kerak. Jamoangizni natijangiz yaxshi bo'lishi uchun, o'zingizni ishonchliroq his qilish uchun va doimiy ravishda jamoangizga trening o'tib berib, o'zingiz ham переговорlarda, o'zingizni xizmatlaringizni yoki rahbaringiz bilan bo'lgan suhbatlarda yoki umuman odamlar bilan bo'ladigan переговорlarda yaxshi o'zingizni zo'r tutishingiz va yaxshi harakatlana olib, natijalar zo'r bo'lishi uchun sotib olishingiz kerak. Aynan mana shu 4 ta turdagi odam bo'lsangiz, sizga bu kurs to'g'ri keladi. Xo'p, kursning modullari 19 ta modul bo'ladi. 105 ta dars, 0 dan professional darajagacha to'liq tizim nimalar o'rgataman? Biznes va sotuvchi degan modul bor. Sotuvchini bu yerda fikrlashni tushuntirib beraman. Varonka va skriptlar bo'yicha alohida modulimiz bor. U yerda o'sha sotuv modellari, sotuv skriptlari, sotuv ssenariylari qanaqa yoziladi, mana shu narsani to'liq tushuntirib berganman. Sotuv psixologiyasi, salomlash, ehtiyoj, taqdimot, e'tiroz, sotuvni yopish, professionallik o'rgatganman. Narx bilan ishlash, undan tashqari professional sotuvchi munosabati o'zi qanaqa bo'lishi kerak, bu juda ham psixologik momentlar bor, chunki bu sotuv bu muloqotdan iborat narsa-da. Aynan ertaga tirik qoladigan yo'nalishlar ham aynan odam bilan muloqotga kirishadi, ya'ni sun'iy emotsionallik qila olmaydigan ishlarni qiladigan odamlarning ishlari ertaga ko'proq bo'ladi, ularga talab ko'proq bo'ladi. Sotuv aynan mana shu narsani sizga o'rgatadi. Va undan tashqari, agar sizda CRM bilan ishlaydigan bo'lsangiz, Amo CRM bo'yicha alohida darslik yozilgan, professional o'tda Amo CRM bilan qanaqa ishlashi, life hacklar bilan tushuntirib berganman va uning ichida eng asosiysi O'zbekistonda yo'q bo'lgan Amo CRM bilan ishlashni 3 ta bosqichli variantini tushuntirib berganman. Juda ham ko'pchilik Amo CRM ni texnik darajada tushunadi, lekin uni to'g'ri qo'llashda, ketma-ketlik qo'llash, varonka bilan foydalanishni tushunmaydi. Mana shu narsani tushuntirib beraman. Uni o'rgansangiz 2x ga samaradorligingiz ko'payadi, sotuvlaringizga ham bu narsa ta'sir qiladi. Va undan tashqari 8 ta qo'shimcha modullar bor. Men bu modullar tabiiyki bo'lishi kerak bo'lgan modullar hozir men sizga aytdim va undan tashqari 2 ta modul bor. Bularni O'zbekistonda hech kim sizga tizimli o'rgatmaydi. Mana shu 2 ta modul nimadan iboratligini tushuntirib beraman. Birinchisi qayta aloqa, ya'ni follow up bo'yicha o'rgatganman. Juda ham ko'p O'zbekistonda sotuvchilar qilmaydigan narsa bu follow up hisoblanadi. Ya'ni men sizga bitta statistika aytaman, mana shuni diqqat bilan eslab qoling. 79% mijozlar sizdan hech qachon sota olmaydi. Faqatgina 21% gina sizdan sotib oladi. Unda ham agar sizda professional sotuvchi ko'nikmalari bo'lsa, ya'ni boya yuqorida men sanab o'tgan, meni kursimda bor bo'lgan narsalarni to'liq biladigan bo'lsangiz, shundagina 21% odam sotib olishi mumkin. O'zbekistondagi 90% odam professional sotuv bilmaganligi hisobiga taxminan o'sha 21% ham 50% ga, ya'ni bir 10%larga mijozlarga sotadi. Ya'ni o'shaning uchun ham juda ham ko'p sotuvchilarning konversiyasi 5-10% tashkil qiladi. Mana shu orasida bo'ladi. Nimaga desa, mana shunaqa narsa hisobiga. Endi qolgan 79% odamga qachon sotsa bo'ladi desa, faqatgina ularga doimiy qayta bog'lanish hisobiga. Ya'ni bu qanaqa kechadi? Tasavvur qiling. Brendlar nima uchun doimiy o'zini eslatib turadi? Masalan, biz siz bilan osh yegimiz kelsa, nima esimizga tushadi? Birinchi navbatda biz esimizga 5 qozon tushadi. Nimaga? Chunki siz bilasiz, u yerda osh bo'lishini va u doimiy ravishda o'zini eslatib turadi. Bozorchilik qilmoqchi bo'lsangiz, korzinka xayolingiz keladi yoki shirinlik yemoqchi bo'lsangiz, safiya sizga keladi va o'sha yerdan borib nimadir sotib olasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa sotuvda ham aynan mijozni mana shunaqa taqib qilib yurish bor. Ya'ni mijozni siz o'zingiz tanishtirdingiz va produktni tushuntiringiz, lekin mijoz sota olmadi. Mana shunday holatda mijoz lekin doim hayot davomida mana bunaqa emotsional kachelada yuradi. Ya'ni qachon sizni anaqangizga ehtiyoji paydo bo'ladi, yo'qoladi va mana shu paytda ehtiyoj yuqori bo'lgan paytda siz uni doimiy ravishda taqib qilib borayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda mijozlar sotib oladi. Buni faqat o'lchab bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Mana shuning uchun ham noma'lumlik, lekin aynan mana shu noma'lumlikning ichida hech kim qilmayotgan, hech kim hisoblash qiynaladigan, noma'lumlik deb o'ylaydigan narsani ichida siz doimiy har bitta mijozingiz bilan sotib olmasdan qat'iy nazar munosabat uzmasdan doim follow up qilib borsangiz, sotuvlaringiz, ya'ni 79% odamga ham sotish boshlaysiz. Shuning uchun ham O'zbekistonda mana shu ishni qilmaganligi uchun sotuvchilar daromadi
6-10 milliondan yuqori emas. Agar mana shu ishni qilganda edi, Amerikadagi yoki Rossiyadagi boshqa zo'r professional sotuvchilar kabi 5 ming dollar, 10 ming dollargacha yoki 3-4 ming dollargacha O'zbekiston sharoitida daromad qilsa bo'lardi. Aynan mana shu narsani men to'liq chuqur ochib berganman. Qanaqa qilib turib men o'zi mijozlarim bilan qimmat cheklarni yopganman. Ya'ni 3 ming dollardan 30 ming dollargacha bo'lgan cheklarni sotganman. Qanaqa sotganman mana shu narsalarni bu modul ichida tushuntirib berganman. Ya'ni sotib olmagan mijozlarni pulga aylantirish tizimi, 365 kunlik qayta aloqa strategiyasi, tayyor instrumentlar va yo'llar nega sizdan sotib olishmaydi, sabab va yechimlari, texnikalar bilan tushuntirib berganman. Sotuvlarning katta qismi aynan qayta aloqa qismida yotadi, ya'ni 79%. Agar siz bundan foydalanmayotgan bo'lsangiz, potensiali 79% yo'q hali. Qolgan 21% dan ham agar professional sotuvni o'rganmasangiz, undan ham to'liq foydalanmayapsiz degani. Shunchaki siz bitta buyurtma qabul qiluvchi odamsiz, kimdir ehtiyoji bor, shuning uchun siz produkt olib berib pul sanab olyapsiz. Bu sotuv emas, bu buyurtma qabul qilish yoki bu almashinuv deyiladi. Sotuv boshqa narsa. Endi keyingi asosiy modul bu bizda sun'iy intellekt hisoblanadi. Sun'iy intellekt bu hozir 26-yildagi eng katta trend. Agar siz 26-yilda AI siz, ya'ni sun'iy intellektsiz harakatlanayotgan bo'lsangiz, bu xuddiki kalkulyator turganda, kalkulyator bo'lib turganda mana bunaqa shot apparat bo'lardi. Shot anaqa yurg'izadigan narsa, ruchnoy. Mana shu narsada hisob-kitob qilib o'tirgan odamga o'xshaysiz. Ya'ni sun'iy intellektsiz siz hozirgi paytda shunaqa ko'rinasiz. Xo'p, sun'iy intellekt modulining ichida men nimalar o'rgataman? Promptlar, skilllar, agentlar bilan ishlash, sun'iy intellekt o'zi nima, qanaqa ishlaydi, bazaviy tushuntirib beraman va undan tashqari bilimlar bazasini yaratish, o'zingizni qanaqa turib bilimlar bazangizni yaratasiz, AI ni ish va biznesda qo'llash bo'yicha men o'zim qanaqa ishlatyapman, nima foydalanyapman, nima, ya'ni sun'iy intellekt juda ham ko'p, qanaqa turib bir-birini qo'shib ishlatyapman, nima maqsadda ishlatyapman, shu narsalarni tushuntirib beraman. O'zingizga shaxsiy AI yordamchi yaratish, o'sha ya'ni hammamiz biladigan Jarvis Telegramdagi bor, o'sha narsani qanaqa yaratishgacha, shu etapgacha men sizga sun'iy intellekt tushuntirib beraman. Bu orqali siz bazaviy sun'iy intellekt ishlatish va loyihalaringizni to'g'ri qo'llashni tushunib olasiz. Men sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis emasman, lekin men o'zimga mutaxassisligim jihatdan kerak bo'ladigan darajada o'ylaymanki, O'zbekistondagi ancha mutaxassislardan yaxshiroq darajada o'rganib chiqyapman hozirgi paytda. Shu bilimlarni men darslik ko'rinishida yozib qo'yapman va mana shu narsani sizga o'rgataman. Bu juda ham kerakli modul hisoblanadi. Ishlaringizni karrasiga tezlashtirishga yordam beradi. Endi hamma modul bo'yicha darslarni ko'rganingizdan keyin har modul bo'yicha o'zingiz sinab ko'rish uchun testlar bo'ladi. Shu testlarni yechishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zlashtirmagunizcha keyingi dars ochilmaydigan format bor. Ya'ni bitta modulni ko'rasiz, testi bor, testni yechisiz, keyingi modul ochiladi. Mana shunaqa formatda bo'ladi. Ko'rib qo'ydim emas, o'rgandim degan narsani biz aniqlashimiz uchun aynan shunaqa narsani qo'shganmiz. Xo'p, siz platformaga endi to'lov tartibi bo'yicha to'lov qilish zahotingiz bilan barcha darslar sizga ochib beriladi. Oqim yo'q, qanaqadir kutish yo'q. Bugun to'laysiz, bugundan boshlaysiz. O'zingizni qanaqadir o'rganish sur'atingizda davom etib ketaverasiz. Telefonda ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi platforma o'zini qanaqa qilib turib qoplaydi, o'zi qoplaydimi bu kursni sizni sotib olishingiz desa, sizlarni birinchi pog'onasida biz aytdik, oyiga 1000 dollar daromadga siz chiqishingiz mumkin 6 oy ichida. Agar siz hozir sotuvning ichida bo'lsangiz, demak darslarni kursingiz tezroq chiqib ketib qolasiz yoki siz produktlaringizni sotadigan odam bo'lsangiz, bitta produktingiz narxidan chiqib ketishi mumkin. Ya'ni 12 million so'mga o'rtacha deylik chiqishingiz mumkin bir oyda. Platforma narxi 2 million so'mdan boshlanadi o'zi, tarifga qarab farq qiladi. Boshlanishi 2 million so'm. Ya'ni bu degani siz birinchi oyning o'zida bu narsani 1 ga 6 nisbatda oqlaysiz. Ya'ni 2 millionga xos sotib oladigan bo'lsangiz, bu narsa sizda 1 ga 6 nisbatda oqlangan bo'ladi. Xo'p, bitta zelkangiz o'zida chiqib ketishi mumkin yoki bir oylik daromadingiz o'zida bir oylik daromadingiz 6 dan 1 qismi hisobiga chiqib ketadi. Xo'p, endi dalshi davom etamiz. Men endi tariflarni tushuntirib beraman. Farq faqat muddatida. Bizda 3 ta tarif bor: 3 oylik, 6 oylik, 12 oylik. Farqi faqat muddatda. Mana sizning ekranlaringizda chiqdi. Taxminan oyiga qanchadan tushadi? Bir marta to'lov qilasiz va bir marta to'lov qilganingiz hisobiga 19 ta modul 105 ta darsingizga to'liq dostуп beriladi. Mana shu narsani ko'rishingiz mumkin. Jarayonda yana qo'shimcha yangi darslar qo'shilsa, shu platforma ichiga qo'shib boriladi va bu narsalar uchun siz qo'shimcha pul to'lamaysiz. Mana shu 3, 6, 12 oy ichida qo'shiladigan darslar sizga bepulga qo'shib boriladi. Men tavsiya qiladigan tarif bu 12 oylik tarif, ya'ni narxi 3 million so'm, ya'ni 2 million 997 ming so'm, oyiga 250 ming so'mdan sizga tushadi. 12 oylik oladigan bo'lsangiz, 3 oylikdan 1 million so'mga atiga farq qiladi, lekin siz 4x ko'proq vaqtga ega bo'lasiz, shtobi darslarni ko'rishga. Oyiga 250 ming so'mdan kuniga bir piyola kofe yoki bir chashka kofeni puliga sizga tushadi. Xo'p, demak, ya'ni shuncha qiymat arzongina mana shu narx ichiga va menda community bor. Aynan mana shu kursimni o'qiganlarni men hozirda community qo'shib boraman. Hozirda u yerda 60 dan oshiq inson bor. Balki siz bu videoni ko'rayotgan paytingizda 100 dan oshib yoki 200 dan oshib ketgan bo'lishimiz mumkin. Men aynan o'zimda o'qigan o'quvchilarni oldin pulga mana shu community qo'shganman, ya'ni qo'shilganlar pul to'lab qo'shilishgan.
Lekin bu kursni siz sotib olganingiz uchun men shu kursni sizga 2026-yil oxirigacha bu communityni bepulga bermoqchiman. Ya'ni Top Sales Community qaysi darsni, qaysi tarifni tanlashdan qat'iy nazar, ya'ni tarifdan qat'iy nazar bu narsa sizga 2026-yil oxirigacha bepul beriladi. Ya'ni nega bu o'zi community kursi yarmidan ko'ra qimmatroq turadi? Mana shu narsani tushuntirib beraman. Qarang, communityni o'zi nima maqsadda qilingan? Community bu jamiyat yaratish uchun va undan tashqari bitta misol bilan tushuntirib beraman. Bokschini nima chempion qiladi desa, uni qanaqadir texnika bilganimiz, o'sha texnikani necha marta sinab ko'rganigina chempion qiladi. Ya'ni siz boks bilan shug'ullansangiz, agar mana bunaqa udarni biladigan bo'lsangiz, bu udarni bilganligingiz chempion qilmaydi. Shu narsani 1000 marta takrorlaysiz, ertaga jang paytida tez bo'lish kerak bo'lgan paytda reflekslar ishlaydi-da bizada. Ya'ni siz mana shu refleksni takrorlaydigan bo'lsangiz, ertaga jang paytida aqlingiz ulgurmaydi bu narsani qilishga, lekin refleks orqali siz mana shu udarni berib chempion bo'lib ketishingiz mumkin. Xuddi shunaqa siz hozir bir marta kursni ko'rganingiz bilan zo'r bo'lib qolmaysiz. Communityning ichida men bilan doimiy birga bo'ladigan bo'lsangiz, u yerda men har haftalik jonli efirlar o'taman, savollaringizga javob beraman, yangi fikrlarim, yangi narsalar bilan bo'lishib boraman. Sababi, masalan, AI bo'yicha juda ko'p yangilik chiqib ketyapti. Hozir men AI darsini berganim bilan ertaga siz uni ko'rayotgan paytingizda yangi narsalar chiqib ketgan bo'lsa, men uni community ichida beraman. Hamma narsani kurs ichiga tiqib bo'lmaydi. Shuning uchun, ya'ni doimiy yangi kurs yozib bo'lmaydi, lekin community ichida men bu yerda jonli efirlar ko'rinishida bu narsalarni dars ko'rinishida berib keta olaman. Aynan community sizni kursda o'rgangan narsalaringiz, xatolaringizni men bilan to'g'ridan-to'g'ri feedback olish orqali yana ham yaxshilash imkonini beradi. Bu birinchi foydasi. Ya'ni har haftada jonli dars bo'ladi, sotuv, muzokara, daromad o'sishi, mindset, biznes boshqaruv, har xil temada bu yerda tadbirkorlar, mutaxassislar va sotuv bo'yicha mutaxassislar bor. Ulardan siz aynan o'rganishingiz mumkin. Savol-javoblar va razborlar. Birinchi, ishingizdagi qiyin mijozni birga tahlil qilamiz. Nima problema bor, nimada qiynalyapsiz, produksiya sotishda yoki proyekt olishda bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Men o'zim bilimimdan kelib chiqib, sizga hammasini javob beraman. Yangi materiallar va shablonlarni o'tga doimiy ravishda tashlab boraman. Men bilan doimiy aloqada bo'lasiz, yolg'iz qolmaysiz. Bu asosiy foydalari. Undan tashqari sizni norma darajangiz bu community ichida o'zgaradi. Bu nima degani? Atrofingizda hamma odam 3 million 5 million so'm topsa, 3 million 5 million topish siz uchun norma bo'lishi mumkin. Lekin yoningizdagi yigit yoki qiz qanaqadir 1,5-3 ming dollarga topsa yoki proyektini shunchaga sotganligini communityda qolganlar bilan bo'lishsa, u yerda bizning chatimiz ham bor-ku. Mana shunaqa bo'lishadigan bo'lsa, u qildimi, nimaga men qila olmayman deysizda, sizni harakatga undaydi. Ya'ni sizni norma darajangiz bu community ichida oshadi, tushunasizmi? Ya'ni hozir qo'shilsangiz, hozir qo'shilganlar daromad zinasi bo'yicha o'sib boradi. Communityda bu narsani men chuqurroq tushuntiraman. Shuning uchun siz ham bu yerda doimiy ravishda o'sib borasiz. Odam farq o'z ko'zi bilan ko'rganda o'ziga norma darajasini qabul qilib oladi. Aynan community ichida shunaqa bo'lasiz. Yolg'iz o'sish sekin, muhitda o'sish tezroq bo'ladi. Platformada bilim olasiz, communityda esa uni как pulga aylantirasiz. Mana shunaqa deb qarasangiz bo'ladi. Va o'zi kursingizni o'qib chiqsam, shu to'la o'qisam kafolat bormi desa, biz ish bilan ta'minlash kafolatini ham beramiz. Ya'ni shart qanaqa bo'ladi? Platformani 90% dan yuqori test natijasi bilan yakunlaydigan bo'lsangiz, biza sizni mexanizm qanaqa bo'ladi? O'zimni jamoamga yoki loyihalarimga yokida 500 dan ortiq bo'lgan tadbirkorlar tarmog'i bo'lsa, mendan har kuni o'sha rob sotuvchi so'raydi. O'shalarga men sizni harakatingizdan kelib chiqib 90% yuqori qilsangiz, men sizni o'sha yerga ishga joylab berish kafolatini olaman. Ya'ni ishsiz qolib ketmaysiz. Sizdan harakat bo'ladi, mendan risk olish bo'ladi. Shunaqa tartibda. Xo'p, endi men sizga to'liq tushuntirib berdim. Kursni ichi qanaqa bo'lishini, demak, kimlar uchun ekanligi, nima kurslar bor ichida, aynan o'sha qayta aloqa va sun'iy intellekt eng asosiy narsa va tariflarni tushuntirib berdim va communityni men sizga tushuntirib berdim. Endi bu bonusni qanaqa olishni va kurs uchun agar siz qaror qabul qilgan bo'lsangiz, qanaqa ro'yxatdan o'tasiz, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda hozir agar siz saytda ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. O'shani bosing yoki YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'yicha havola berganmiz. O'sha ustiga bosasiz. Bosganingizda sizga sayt ochiladi. Saytda o'sha ro'yxatdan o'tish bo'yicha havola qoldirilgan. Ya'ni siz tanlashingiz kerak. Men kursga yozilmoqchiman va bonus olmoqchiman yoki shunchaki bonus o'zini olmoqchi bo'lsangiz, ikkalasidan bittasini tanlaysiz va sizga keyingi pej ochiladi. Agar ham kursga yozilib, ham bonus olmoqchi bo'lsangiz, ism, familiya, telefon raqam, hamma narsangizni qoldirasiz va oxirida ro'yxatdan o'tganingizdan keyin menejerga bog'lanish degan tugma bo'ladi. O'shani ustiga bosadigan bo'lsangiz, menejerga yo'naltiradi sizni va menejerga menga bonus tashlab bering yoki A nuqta testini tashlab bering deb yozadigan bo'lsangiz, u sizga o'sha testni tashlab individual yordam beradi. Agar ham kursga yozilib, ham bonus olmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tasiz, menejerga yozasiz, ro'yxatdan o'tganingizdan keyin biz sizga aloqaga chiqamiz va sizga o'sha ham bonuslarni beramiz va aloqaga chiqib kursni ham tushuntirib, to'lovlarni qildirib, sizni platformaga qo'shib qo'yamiz. Taxminan ro'yxatdan o'tish tartibi
Mana shunaqa bo'ladi. Siz qaror qabul qilgan bo'lsangiz, men sizga yuqorida hamma narsani tushuntirib berdim. Qaror qabul qilgan bo'lsangiz, kursga yozilib, birinchi etapdan bizlar bilan birga boshlamoqchi, community qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirroq ro'yxatdan o'ting va hozirroq mana shu bonusni olib, o'zingizni A nuqtangizni hozirdan aniqlashni boshlang. Bu A nuqta testi men faqat o'zi Topsiz community uchun beraman, lekin siz uchun bu narsani hozir tekinga ulashyapman. Bundan albatta foydalaning, chunki bu juda ham foydali instrument hisoblanadi. Sog' bo'ling, ichkarida, kurs ichida yoki communityda ko'rishguncha.